Texnomart yaxshilikka buyursin. Men otasiz katta bo'lganman. Menga qilinayotgan bosim meni depressiyaga tiqyapti. Chiq battan To kiyimimni tortmay, nolik qiling. Bizani shunchaki yomon ko'radiganlar ham bor. Terpeli! Bu chegarani sizlar ham yaxshi bilsanglar kerak, yozilmagan qonun qoidalar bor. Yozilgan qonun qoidalarga qarshi qonun qoidalar. Misol uchun hozir o'zi sizga aytdim, 3 ta har xil joylarda ma'muriy, jinoiy, fuqarolik ishi bo'yicha ishlarim ketyapti. Blogerlarni kommentariyada qo'llab-quvvatlashni bilamiz. U blogerga nimadir bo'lganda, u blogerni taqdiri bilan ham qiziqib ko'rmaymiz keyin. Bunchalik quvurma, haqiga bunchalik ezurmalaring. Sen videoni yaxshilab ko'r, o'tda senga-ku hamma foyda. Sen birinchi o'chirt ichki ishlar bilan qanaqa gaplashishni bilyapsan. Meni ham qonuniy haqqim bormi sizga? Og'zaki murojaat qilishga haqqingiz yo'q. Shu bola ham bozorni o'ldirdi deyapti-da. Ya'ni siz hozir boshqa yana ishingiz bor. Ha. Uni ochiqlay olasizmi? Yo'q. Senga nima keragi bor buni? Nima yetishmayapti senga? Odamlar nima deydi? Juda ham ko'p odamlarimiz shunchaki mansabli hisobiga o'tirishadi tepaga. Bu joyga kirmagan, bu ishni qilmagan. Qilsam bo'ladimi yo'qmi? Qonunlar pozolyatsiya qilish emas, ikkinchi savol. Kimga hozir bundan qancha zarar tegishi mumkin deb o'ylanib qoladi odam. Bizani kech payt ko'chada yurganimizda ichki ishlar shunchaki sababsiz ko'tarib ketyapti. Qo'sam nima qilib turibsan? Bu yoqda mana bunaqasiga olib ketyapti deb qo'limdan tortib. Talabalik paytlarimda oliy ta'limdagi juda ham ko'plab muammolar menga yoqmaganligi uchun doim tizimga qarshi chiqardim. O'zimni haqqimni, ya'ni qonun jihatdan menga berilishi kerak bo'lgan narsani talab qilib va hech qanaqa qonun va mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsalarga qarshi kurashishga harakat qilardim. Shuning uchun dekanatda meni bilasizlarmi nima deb chaqirishardi? Provokator, yozuvchi va albatta o'zlashtirishda ortda qolayotgan qoloq talaba. Behazil aytaman. Men rostdan qoloq talabalar ro'yxatida bo'lganman. O'shanda men bitta narsani tushunib yetdim. Ajoyib jamiyatda yashaymiz. Bu shunaqa jamiyatki, unda bizning haq-huquqlarimiz aslida juda ham ko'p, lekin ularni talab qilishni boshlashimiz bilan noshukur banda, provokatorga aylanib qolamiz. Qachongacha yozilgan qonunlar chetda qolib, yozilmagan qonunlar bilan yashashda davom etamiz. Bugun ko'rsatuvimiz qahramonni katta ehtimol bilan tanishingiz mumkin va bir qarashda u shunchaki do'konlardagi sifatsiz va muddati o'tgan tovarlarga qarshi kurashayotgandek. Lekin u bilan suhbatimizdan keyin men bitta narsani tushungandayman. Bizning haq-huquqlarimizni bemalol talab qilishimiz mumkin va kerak. Faqat shundagina o'sha orzudagi fuqarolik jamiyatiga azizgina bo'lsa ham yaqinlashishimiz mumkin. O'zi bugungi ko'rsatuvimiz aktivist haqida emas. Bugungi ko'rsatuvimiz bittagina faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan inson qanaqa o'zgarishlarga qodirligi haqida. Iltimos, videoga like bosishingiz sizdan chiqmasin, chunki bu orqali siz qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turishingiz mumkin. Rahmat. Ko'rasizlar? Yo'q, hech narsasi yo'q mana. Bu yoqda ham yozilmagan. To'g'ri aylanib chiqsa chiqmaydi bari, ko'rinmaydi. Bu yoqda ham yozilmagan. Vaholanki bu juda ham muhim narsa o'zi. Yo'q mana. Yo'q. Ha, bu yoqda ham yozilmagan. Ko'rasizlar? Mana. Zapis qo'yman bularni. Lekin bu narsa aslida muhim o'zi. Qani kim qaraydi bu yoqqa? Assalomu alaykum. Nima xizmat? Nimaga bularni aka muddati yozilmagan? Bularning muddati 12 oy. Qachondan boshlab? Sotib olganingizdan boshlab, xohlasangiz 18 oy yoki 24 oy ham qilib beraveramiz. Qanaqasiga, qaysi qonunga asoslanib gapiryapsiz bu gaplarni? Qarang aka, biz mahsulotlarimizga kafolat beramiz. Chunki Texnomart Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Bosch, Hoffman, xullas 400 dan ortiq kompaniyalar bilan rasmiy hamkorlik faoliyatini olib boradi. Ya'ni Texnomart mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchini o'zidan xarid qiladi. Bu bo'lsa xaridorlarga faqat original texnikalarni xarid qilish imkonini beradi. Eng qulay tarafi, agar Texnomartdan tovar xarid qiladigan bo'lsangiz, hech qanday peniyasiz 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lashingiz mumkin. Bo'l. Zapis qilmay hammasini bandek. Texnomart yaxshilikka buyursin. Okey, bu podarginal emasmi? Bu yerda faqat siz podarginalsiz. Ya'ni Siz aktivist emassiz-ku.
sizni videolaringizda kimsiz deb so'rashganda oddiy fuqaroman deysiz. Keling shu qanaqa fuqaroligingiz haqida batafsilroq gaplashamiz. Chunki backgroundingiz baribir sal mavhumroq, oldin nima ish qilgansiz, ya'ni bilamiz kiyim do'konida ishlagansiz, lekin tafsilotli yo'q. Politexnikada o'qiganingizni bilamiz, universitetga kirmaganingizni bilamiz hozircha. Backgroundingiz haqida. Keling, agar background bo'ladigan bo'lsa, bog'chadan boshlaymiz. Bilasiz, oldin bir haftada bir marta keladigan bog'chalar bo'lardi uyga. Ya'ni o'sha yerda qolasiz, yeb ichasiz, yashaysiz. Uyingizga faqat yakshanba kunlari borasiz. Meni 1,5 yoshimdan shunaqa oldin yasilli gruppalar bo'lardi. Hozir 3-4 yoshdan olsa maktabga 1,5 yoshimdan shunaqa bog'chaga berishgan. Sababi men otasiz katta bo'lganman. Onam yoki otali yoki onali rolini tanlashlari kerak bo'lgan. Onam otali yo'lini tanlaganlar. Rolini nimaga? Chunki yo bizni uyda bizga qarab o'tirishlari kerak edi yokida o'z ishlarini davom ettirib yoki biznes boshlayotgan paytlari bo'lgan, ishlarini qilishlari kerak edi. Biz buni endi yoshlik tushunmaganmiz, hozir tushunib yetamiz. 1,5 yoshimdan shunaqa maktabga berishgan. Juda yosh paytingiz. Shunaqa bog'chaga. Odatda 3 Odat hozir olib tashlashgan. Uni 3 yoshdan 4 yoshdan olishni boshlashgan. 1,5 yoshimdan 6 yoshimgacha uyga bir haftada bir marta kelib yurardim. O'sha bir haftada bir marta kelganimda ham ko'chaga chiqa olmas edim. Nimaga? Sizga sababini aytaman, onam Qoraqamishda katta bo'lganlar. Aka-ukalari qanaqa ko'chaga qo'shilib, olamdan o'tib ketganini ham ko'rganlar-da. Misol uchun akalari olamdan o'tgan, uylariga o'sha pokusheniya bo'lganda, kirib pichoqlashgan. 90-yillar haqida. 90-yillarda, o'sha 90-yillarda yashab o'tganda onam bilan ham. O'shaning uchun bolalarga qo'shilmasligi mahol erdilar. Ya'ni yakshanba kuni kelding bo'ldi, uyda o'tir. Nima qilasan ko'chada? Bizda reshotka bo'lardi uyda. Reshotkani oldiga chiqib, bolalar qanaqa o'ynayotganini tomosha qilib o'tirardim. Reshotka ya'ni bo'ladi-yu, bolalar tushib ketmasligi uchun qilinadi oynalarga. Shunaqa. Oynadagi reshotka. Oynadagi reshotka. No, mana bunaqa chiqqan reshotka edi. Shtobi ko'rpacha yoyib o'tirish uchun bemalol. Ko'rpacha yoyib, o'sha yerda tashqaridagi bolalar bilan gaplashib o'tirardim. Единственный chiqa oladigan momentlarim qanaqa momentlar edi? Musor tashagani. Do'konga chiqib kelgani. Shunaqa paytlar ko'chaga chiqa olardim. O'shanda ozgina gaplashib bo'ldi, tez uyga kirtilib uyga kirardim-da. 7 yoshimda maktabga chiqdim. Maktabga ham shunaqasiga chiqdim. Bir haftada bir marta keladigan bunaqa maktab yo'q bizda. Shuning uchun ham men birinchi maktabga borganman. Maktabim ertalabki soat 8 dan kech paytga 6 gacha bo'lsa, 6 dan men nyankam olib ketib, ya'ni nyanka olganlar, nyankam olib ketib o'z uyiga olib borardi. O'zini uyiga. Uni uyida endi nima desa bo'ladi? Yashirdik, soat где-то 8 dan yoki 8:30 dan uyqu bo'ldi, uxlash kerak. Ertalab как смирно maktabga turib borish kerak. Hech kim. Lagerda shunaqa desa bo'ladi. Ya'niki chiqib gaplasha oladigan, bemalol anaqa nima bo'ladi, ichiz ochila oladigan o'rtoqlar bilan ham yashashga imkon bo'lmaganda. O'sha nyankamning o'g'li bo'lardi, o'sha bilan faqat aloqa qilardik. Keyin o'sha 5-sinfga chiqishni boshlaganimda boshqa maktabga o'tganman. Ya'ni bizning maktabimiz 4 ta sinfli bo'lgan. Boshqa maktabga o'tganimdan keyin 1-yil, normal 2-yildan вот уже obedda tugaydi-ku bilsangiz, 5-sinfdan boshlab уже borsa obedda tugaydi o'qish, obeddan keyin уже ko'chaga qiziqib ketdim. Ya'ni уже kontrolda ushlashmas edi. Onam ham ishlari bilan zanit edilar, aytganimdek. Ko'chadagi bolalar bilan har balo qilib ko'rdim-da. Hamma narsaga qiziqishman deb och bo'lganman bunaqa narsaga. Ya'ni yoshlar bolalar bilan ko'chada o'ynamagansiz, o'rtoqlaringiz bo'lgan, faqat attashanga qalaysan, yaxshimisan, charchamayapsanmi deb yana uyga kirib ketish. 6-sinfimdan где-то kollej paytlarimgacha yoki undan o'tib faqat ko'chada yurganman-da. Ko'cha bolalari nimalar qilib ko'radi? Shunaqa narsalar qilib ko'rganmiz. Qilib ko'rganman, keyin payti kelib 4-5larda uyga kirardim. Onam уже bu narsaga уже qattiq qarardilar, lekin уже как бы yoshingiz o'tyapti, sekin sizni kontrol qilish qiyin bo'ladi. Payti kelsa uyga ham kelmas edim. Keyin oramizda mana shunaqa narsa bo'lgan, shunaqa vaziyat davom etib turgandan keyin uyga kelmaslik yoki kech kirish, har xil bolalarga qo'shilib ketish, серьезный разговор bo'lgan uydagilar bilan. Onam bilan jahllari chiqib gapirganlar. Уже katta bo'laman-da, 20-21 yoshli bo'laman. Na bir xalqingga, na bir oilangga, na bir o'zingga foydang tegadi deb. Prям gapirganlar. 21 yoshimda taxminan. Chunki mana aytaman sizga, 7-sinfdan boshlab 21 yoshimgacha bir nima desa bo'ladi, mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurganman-da. Albatta o'zim ishlaganman, o'sha paytda ishlab, o'zimning pulimga mana har xil narsalar qilib yuraverdim-da. 21 yoshimda shu gapni aytayotdilar, "Sen na bir o'zingga, na bir xalqingga foydang tegadi. Olib kelganim yeb ichishdan boshqasiga yaramaysan" degan gap bo'lgan. Og'ir, juda og'ir gap. Go'rdistim, haqqimni talab qilish yoshlikdan bo'lganda bu narsa men bilan. Bu gapni ko'tara olmaganman. Gapni ko'tara olmaganimdan keyin ko'chaga chiqib ketganman. Uyga qaytib kelmayman deb. 4-5 kun uzoqqa yura olganman ko'chada. Hech kimdan yordam ham so'ragim kelmagan, hech qaysi bir og'aynimdan, lekin og'aynlarim ko'rib turibdi, hech kim bir yordam berishga ham shoshilmagan. 4-5 kun ko'chada yurganman, shunaqa paytlar bo'lganda, turgan joyimda, misol uchun kech payt paynet bo'lardi. Bitta aka ishlardilar. O'sha paynetda u bilan birga o'tirib, ertalab prosta yana o'rtoqlarim bilan aylanib yuraverdim. Mana shunaqa edi. Turgan joyimda даже uxlab qolayotgan paytlarim ham bo'lardi-da. No, o'sha 4-5 kun kira olmaganman. Nima qilib bo'lsa ham, keyin baribir kirganman uyga. Onamning gaplari to'g'riligini tushunganman. Lekin Gordistmi bilmadim nima, o'sha paytda uzr so'ramaganman.
Tipada siz to'g'ri gapirdingiz, men mana shunaqa ekanman, endi o'zgaraman degan narsani qila olmaganman, undan ko'ra shu narsani isbotlayman deganman. Onam o'zlari biznes womanlar-da. Sir bo'lmasa nima ish qiladilar? Parda va kiyim-kechak sohasida. Ko'p Turkiyaga ham onam bilan oldin o'shanga borganmiz. O'zimga o'zim aytganman, men isbotlayman. Mana shuncha 3 yil vaqt, 3 yil vaqtda men ishga kirib, o'sha ishimda eng kattasi bo'la olaman deb. Onam bilan ko'p aytganimda sizga Turkiyaga borardik oldin. Turkiyaga borgan paytimizda LCVKK degan brend bo'lardi. O'sha OLXda ko'rib qolganman, o'sha brend O'zbekistonga kirib kelyapti. Ishga kirganman, o'sha yoqqa prodavets konsultant bo'lib, собеседованиеda o'tayotganda ham даже opit kerak bo'lgan. Ya'ni sen nima ish bilan shug'ullangansan, o'zi kimsan degan narsa so'ralgan. O'shanda men aytganman, men nimadir bilmasligim mumkin, lekin siz menga o'sha narsani o'rgatsangiz, men o'sha narsani o'rganaman deb. Ishga olishgan 2 oycha ishlaganman. 2 oycha ishlaganimdan keyin уже harakatimni ko'rayotganda menga store menejerim oldim kelgan. Aytgan, "Sen misol uchun hamma narsaga qiziqib ko'ryapsan. Kassirlikka ham, kassirga ham rashodini qilyapsan, menejerlikka ham qiziqyapsan, kerak bo'lsa merchga ham qiziqyapsan, upravleniyaga ham qiziqyapsan. Sen o'zi kim bo'lmoqchisan bu kompaniyada? Nimadir rost xohlayapsan?" deyman. "Конечно, men shu kompaniyaning direktorlaridan biri bo'lmoqchiman" deganman. Primo o'sha store menejeri. Regionalniy direktor-da. Da, gap yo'q, qil. Qo'lingdan kelsa gap yo'q degandek, ozgina vaqt o'tib kassaga o'tganman. Kassada ishlaganman, no qanaqadir davolli bo'lmaganman, shuning uchun aytganman, mana shunaqa men kassadan sal недовольныйman, men o'zim upravleniyada ko'raman, menejmentda deb. Xo'p deyishgan, menejerlikka, keyin уже stajirovkaga tushganman. Menejer bo'lib ozgina ishlaganimdan keyin gazeta 1 yil ishlaganman. Upravляющий, do'kon upravляющийsi. Shunaqa pozitsiyaga o'tganman. Ozgina vaqt o'tgan, gazeta yarim yil, 1 yil, men o'zim xohlagan narsaga erishganman. Ya'ni direktorga aylanganman shu kompaniyada. O'shandan keyin men prям isbotladim. Uyga men narsa olib kiryapman, uyga men ro'zg'or qilyapman, uyga kam ko'stlarini men ko'taryapman. Onamga mana shunaqa pozitsiyam borligini onam ham ko'p kelardilar, ko'rardilar. Misol uchun, bolam bu direktor deb faxrlanib yurishni boshlardilar o'sha. O'shandan keyin men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Ya'ni qo'ydingiz maqsadga erishdingiz, protsessda mazza qildingiz, lekin endi u yo'g'i nima qilishni bilmayapsiz. Bu narsa sizni sekin-sekin joningizga tegishni boshlayapti. Menda shunaqa narsa paydo bo'lgan. Ya'ni maqsadimni qo'ydim. Bu qachon bo'lyapti? Bu 2022-yil bo'lyapti. Ha, yaqinda. Da, 2022-yil, 2021-yildan 2022-yilga o'tar payti. Shunaqa bo'ldi, men o'zim уже bo'ldi. To'xtatib qo'ydim-da, tipi ishladim, prям, no, lekin hozir qotgan ishimdan mazza qilmayotgandim. Chunki menda qanaqa qatgadir ketish yo'q edi. Gazeta qolib qoldingiz. Da, уже nima qilishni bilmadim. Keyin 2 oy, 3 oy bo'ldi. Ishladim-da, keyin bizning kompaniyani sotib olishadigan payt keldi. LCVKKni o'zi sotib oladigan payti bo'ldi. Imkon bo'ldi, agar ishdan ketsam, oyligimni 3 baravarini olib ketar ekanman. Ya'ni agar siz kompaniya o'zgarayotgan bo'lsa, Трудовой kodeksda shu narsa bor, yangi kompaniyaga ishlashni xohlamasangiz, bemalol ishdan bo'shashingiz mumkin. За предоставление неудобства sizga pul to'lashadi. Shunaqa narsa bor. Misol uchun ikkinchi variant tanladingiz. Men ikkita variantda turdim. Yo'q, men birinchi variantni o'z tanlamoqchi edim. Tipa turklarga o'tsa дальнейшем karyerning rost bo'ladi, допустим, Qozog'istonga o'sha ketasan yoki O'rta Osiyo bo'yicha regional menejer bo'la olasan. Turkiyada san anaqalaring ko'p bo'ladi, nima desa bo'ladi. Working travel'laring ko'p bo'ladi. Qiziqqanman, lekin imtihon bo'lgan. O'sha direktorlarga imtihonda ham borganman, imtihondan o'tganman. Уже приступить qilish kerak bo'lgan paytda ishga men ketaman deganman. Chunki orada vaziyat bo'lgan, o'zi nimaga shu joyga kelishimizga. Ishlab yurgan paytim Samarqand Rozada ishlayotgandim o'sha paytda. To'g'rimizda korzinka bo'lgan. Korzinkaga chiqqanman-da bir qatib olganman. Bizda o'zi umuman staffdagilardan, o'sha men bilan birga ishlaydiganlardan ham bilish mumkin, o'sha chiqqan narsanda qo'limga o'xshagan narsa просроченный chiqardi-da. Mana prям misol uchun korzinka yo'q, unaqa katta просрочкасы bor sets hisoblanmaydi. Qattiq olman, qattiq просроченный chiqyapti. Qaytyapman, o'shani men qaramayman unaqa narsalarga. Ichyapman, ko'ryapman просроченный olib chiqib beryapman. Ha, bo'ldi, просроченный bo'ldi, almashtirib beramiz, ular shunaqa sistema bor. Ya'ni xuddi shu narsani yana boshqasiga olish uchun. Qatgandir biz mahalla tomon Komolaxonda yaqinda Komolaxon videosini ko'rgandirsiz. Mahalla tomonda o'sha yerga ham bir nimadir voqea bo'ldi, kiryapman-da, o'zimga produktlar olib chiqyapman, gazeta bir 10 ta narsa olgan bo'lsam, ichidan 7 tasi просроченный chiqyapti. Men u narsalarni iste'mol qilib bo'lganman. Даже kola ham просроченный edi, mana shunaqa narsalar. Отравление bo'lganman o'shanda. Bu hali turklarga kelishimizdan bo'lgan oldin voqea. Yoshligimdan, misol uchun kafe, restoranlar yoki uyda kechaga o'tgan kunga ovqat yesam ham даже отравление bo'laman. Oshqozonim bu narsaga juda slabый. Именно o'sha yerdagidan men prям 10 kun yotib qolganman. Больничныйda yotganimdan keyin, chiqqanimdan keyin prям o'ylaganman. Вроде бы bunaqa do'konlar juda ham ko'p. Boshqa joylarga ham qiziqish uchun borganman-da. Nimaga buni hech kim tekshirmaydi yoki hech kim qaramaydi bu narsaga? Bu fikr prosta kelgan, prosta ketgan. Bo'ladi-yu, nimaga shu ish bilan hech kim shug'ullanmaydi yoki shug'ullansa ham yaxshi shug'ullanmaydi. Bemalol, tipa bezdata narsalar ham bor. O'sha ishlab yurgan paytim, yoshmiz, YouTube'ga ko'p kiraman, shunaqa blogerni ko'rganman. Birinchi bo'lib Qirg'izistonnikini ko'rganman. Birinchi produktov magazinlarga, keyin ishlab chiqaruvchilarga, kafe, restoranlarga kirib yurishar ekan. Gap yo'q, Qirg'izistonda bor ekan, bizda yo'q narsa, mana shunaqa. Ular jurnalistlar shu ish bilan shug'ullanishar ekan. Keyin oradan vaqt o'tib Rossiyada ko'rdim bu narsani. O'sha Artyom Wolf videolarini, keyin
O'yladim, nimaga O'zbekistonda shu narsani qilib bo'lmaydi? Nimaga bizdan shu narsani qonunlarimiz poзволяет qiladimi? Xo'p, ko'rib chiqish kerak. Qonunlarni ko'rib chiqyapman, poзволяет qiladi. O'shaning uchun ham nimaga qilib bo'lmaydi deganmanda, shu ishni o'zim boshlamoqchi bo'lib niyatida yurganman 2-3 oy. Imенно shu pozitsiyaga kelganda, yo'q ketish kerak, yo'q pulni olib surish kerak deganda, pulni olib surish kerak, shu ishni boshlash kerak degan qarorga kelganman. Wow. Istalgan mahsulot qadog'ida uni tarkibi, sifati, yaroqlilik muddati va foydalanish yo'riqnomasi bo'ladi. Va mahsulot xarid qilayotganingizda albatta shu ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingiz kerak. Okey, lekin uy sotib olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir men sizga buni Oxygen Development kompaniyasini Modern Sergeli turar joy majmuasi misolida aytib beraman. Chunki Modern Sergeli qurilishidan oldin bino tagiga 4300 dan ortiq qoziqlar o'rnatilgan. Tasavvur qilyapsizmi? 4300 dan ortiq. Devorlari pishiq g'ishtdan, oynalari bo'lsa panorama. Binolar qurilishida to'liq monolit, qalin armaturalardan foydalanilgan. Modern Sergelining qulaylik taraflari yer ostida salkam 1000 o'rinli parkovka va majmua ichida bolalar bog'chasi ham bor. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Hudud to'liq 24 ga 7 qo'riqlanadi. Har bir binoda ikkitadan lift bor. Bittasi aholi uchun bo'lsa, ikkinchisi kattaroq hajmdagi yuklarni tashish uchun. Aytgancha, eng asosiysini aytish esimdan chiqibdi. Oxygendagi do'stlarimizga subyektiv promokod orqali murojaat qilsangiz, naqd 15% chegirmaga ega bo'lasiz. Shoshiling. Oxygen Development. Baxtli hayot kaliti. Demak, siz pulni oldingiz, 3 oylik oyligingizni va 60 million pul sarflab shu imенно sohada ishlashga qaror qildingiz. Pulni sarflab o'rmadim boshidan. O'zi birinchi kamera sotmoqchi edim, keyin o'yladim, zачем kamera, когда можно просто telefonga. И iPhone 13 o'sha payt yaxshi eding. 13 Pro oldim. Bitta MacBook oldim montaj uchun deb. Bo'ldi. Qolgan pulni bilaman, menga hali beri prihod kelmaydi hech qayerdan. Jamoat tuzishim kerak o'zim, shu faoliyatni davom ettirishim kerak. Uning uchun pul kerak menga. Hech kim meni sponsor qilishga ham shoshilmayapti. Shuning uchun qolgan 30 millionni taxminan yarim yil yoki 8 oy ishlatganman. Shu narsaga, do'konlarga yurishga, bolalarning rasxotiga, hech kim oylik ishlamagan, yeb ichishimiz, o'tga-bo'tga borishimiz, agarda bizga дополнительный qanaqadir texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, shu narsani olish uchun. Bilardim, bu 30 million pul, o'sha 35 million, 30 million pul tugashini baribir. O'sha paytgacha men dohodga kira olmayman, dohodga kira olmayman, shu jamoani faoliyatini davom ettirish uchun. Bilasiz, O'zbekiston bo'yicha yuramiz. Ya'ni Samarqand, har xil viloyatlarga boramiz, u o'ziga yarasha otel rasxotlarini talab qiladi, undan tashqari yo'l kira rasxotlarini talab qiladi. Hozir tim bo'li hamma bolalar oylikda. Ularga oylik berish kerak. Biz boshqa viloyatga chiqsak, o'zini oladigan puldan 3 barobargacha ko'p beraman. Chunki u uyda uxlamayapti. U risk olyapti o'ziga. Tim bo'li viloyatda neadekvatli ko'proq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham butun O'zbekiston do'konchilari yoki bozorchilar Urizordan borib tovar oladi. O'sha narsa butun O'zbekiston bo'yicha tarqaladi. Biz butun O'zbekiston bo'yicha reyt olib boramizku. Butun O'zbekiston bo'yicha reyt olib borganimizda ko'p do'konchilarni ko'p anaqasi shikoyati, tipa men buni Urizordan olganman. Datalar yo'q, nimadirlar yo'q. Men buni Urizordan olganman. Urizorga bormaysizlarmi? O'shaning uchun ham primo Urizorga birinchi bo'lib bordik, чтобы aytaylik, o'sha momentlarga yaxshiroq qarashlik uchun. Lekin baribir Urizordan o'tgan bo'lsa ham baribir qarab olish kerak. U javobgar bo'ladi-yu bo'lgandan keyin. Oluvchi ham, beruvchi ham javobgar bo'ladi. Даже o'sha ishlab chiqarilgan firma ham javobgar bo'ladi. Bozorga boryapman, прекрасный odamlar bilyapti, minuslarni o'zligi ham прекрасный bilishadi. Aytishyapti, hozir Toshkent shahrida ko'p do'konlar prosta olmayapti endi tovarlarimizni. Wow. Biz ketyapmizda yo'lda orqam, mana sochim siz bilan turib rasmga tushib, yaxshimisiz, charchamayapsizmi, rasmga tushayotgan odam orqadan shu bola ham bozorni o'ldirdi deyapti-da. Qaysi supermarketga boramiz bugun? Bugun xudo xolasa Carrefour Samarqand Darvozaga boramiz. Wow. Mana reydda necha kishi qatnashadi umumiy? 4 ta uzog'i 5 ta. 3 ta ham, bir xil payt 2 ta ham bo'lib qoladi. Operator bilan ham o'zim chiqib ketib qolaman. Ko'rasiz, kameralar bor. Bularda GoPro bor, Sony kamera. Undan tashqari zalni o'zida videoga olishga harakat qilishadi. Ya'ni kimgadir otilsa, kimgadir tashlanishsa, hozir уже biz ko'p shunaqa vaziyatlarga uchrab qolganimizda, oxirgi videolardan keyin skrytli kameralarni ham boshlaganmiz. Ya'ni uni kameraligini bilmaysiz. No, okani ko'rgan odam urushga ketadi. Qo'rqishi lekin tabiiyda. Bu okada bitta bor, topinglar. Qatlarida bitta skrytli kamera bor, menda bitta skrytli kamera bor. Sizda ham bor? Men lekin hali taqmaganman u narsani. Tushunishim bo'yicha bular eng o'sha janjal ko'p bo'lgan videolarni suratga olgan operatorlar, to'g'rimi? Aktivisti mana janjallarni, eng ko'p janjallarni suratga olgan operatorlar qiyinmi aktivist operator bo'lish?
Endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Endi nimadan iborat qiyinchilik? Ana misol uchun ba'zi paytlar, har doim emas, ba'zi paytlar u janjalli holatlar bo'lib qoladi. O'shanda kameraga tashlanishadi. Kimnidir himoya qilish kerak, o'shanda kamerani himoya qilishdi, vazifa. Kamerani himoya qilish. Hozir mana aktivist jamoasi olishadi syomka, biz ular syomka qotganda biz syomka qilamiz va bunga qanaqa qilib reaksiya bildirishligini ko'ramiz. Bular syomka qilishayotganda biz syomka qilamiz. Ishdan bo'shadingiz. Ya'ni daromad manbaingiz yo'q. Siz qaysidir ma'noda pulingizni, o'zingiz jamg'armangizni shu narsaga sarflayapsiz. Baribir hamma narsa pulga taqaladi, o'zi aytgandek. To'g'ri, iste'molchilarga katta foyda keltiradi bu narsa, lekin boshqa narsa ham kutganmisiz bu loyihadan? Qachondir jamoani qoplash kerak xarajatlarni. Qorni och olim xullas ilm bilan shug'ullanmaydi. To'g'ri. Xuddi shu narsada, shu narsa bo'lganmi? Ya'ni men hozir 60 million pulimni taxminan ishlataman 6 oy mobaynida shu loyihaga. 600 million qilib olaman o'sha pulni. Yo'q. Va balki menga ham daromad kelar, ham foyda kelar. Shunaqa fikr bo'lganmi? Daromad haqida umuman fikr bo'lmagan. Nahotki? Yo'q, jamoa uchun, jamoa rivojlanishi uchun. Hozir nima oy? Hozir mart oyi. O'sha mana mart oyiga kelib, jamoa bemalol ofis uje ola oldi. O'sha bo'lgan daromadlar hisobiga telefonda videoga olardi yokida undan oldin kameraga videoga olardi, arendaga olib olardi. Hozir kameralar sotib olindi. Hozir uje kattaroq studiya qidirilyapti. Bemalol shtoba boshqa yo'nalishlarimizni yoritib bera olishimiz uchun. Hamma bor pulni 100dan 150% jamoaga ketadi. Nega 100dan 150%? Men hali ham boshqa joydan olayotgan dohodimni bu yoqqa o'taman. Ya'ni siz hozir boshqa ishingiz bor. Uni ochiqlay olasizmi? Yo'q. U ish mendan hech qanaqa vaqt talab qilmaydi. Men Vaykikida ishlagan paytim qilgan investitsiyam desa bo'ladi. Kichik bir biznes. Men lekin bilasizmi, mana boshqa intervyularingizda men ko'rdim va sezyapman, siz aytyapsiz, mana hozir mana daromad topishni boshlayapmiz. Yarim yilcha biz minusda ishlaganmiz, o'zim pul ishlatganman. Keyin mana obunachilarni, tomoshabinlarni ruxsati bilan donatni, reklama, tijoriy reklamalarni yoqdik va qaysidir ma'noda o'sha qoplash boshlayapti, to'g'rimi? Loyiha o'zini, jamoani rasxodlarini. Siz shunaqa manierada aytyapsizki, go'yoki siz uyalyapsiz bu ishdan daromad topishga. Lekin meni fikrimcha, siz uyalishingiz kerak emas. Menda bor bu narsa. Chunki siz yaxshi ish qilyapsiz, nimaga siz buni tekinga qilishingiz kerak? Ya'ni Joker gapi bor, bilasizmi? If you're good at something, never do it for free deydi. Ya'ni agar bir narsada zo'r bo'lsang, uni hech qachon tekinga qilma degan gap bor. Ya'ni siz ishlayapsiz, siz odamlarga foyda keltiryapsiz, nimaga siz daromad topishingiz kerak emas? Birinchi o'sha videolaringiz YouTube rekomendatsiyasida chiqib ketganda ko'rib hayron bo'ldim. Bunaqa yo'nalishda odamlar shu darajada bu yo'nalishga muhtoj bo'lganini. Aktiv bo'lib ketganini. Juda aktivda, juda aktiv odamlar haqiqatda qo'llab-quvvatlayapti-da sizni. Ya'ni men o'ylamayman agar siz bu narsani yaxshi qilsangiz nega daromad topishingiz kerak emas. Chunki siz kengayishingiz uchun, ya'ni balki boshqa sohalarni ham revizor qilishni niyat qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu hammasi baribir daromadga borib taqaladi. O'shaning uchun menimcha balkim kelajakda bu to'g'rilanadi. Bu prosta hozircha meni nima desa bo'ladi, bir eskicha ozgina kompleks bo'lsa. Shunaqa nimadir desa bo'ladi, nima desa bo'ladi. Kimdirdan pul olayotganda o'sha pulning mas'uliyati borligini sezish. Misol uchun donat masalasini ham aytdim-ku, sizga donat masalasini ham aytdim-ku. Bir payt bo'ldi, men pulsiz qolib ketdim. Mana shu faoliyatim ketayotgan paytda pulsiz qolib ketdim. Tars etib kechasi soat realni menga pul kerak hozir. Tars etib soat kechasi 1.5-300 ming so'm pul kartamga tushyapti. Men o'sha pulni yeganman-da. Uni haqqini men jamoaga rivojlantirishim kerak, qo'shishim kerak bo'lgan. Men o'sha pulni yeganman. Конечно, o'sha pulni keyin misol uchun o'zim yonimdan ham kelib bosib qo'shaman. O'sha pulni yeganimdan keyin men o'zimni вообще noto'g'ri his qilganman-da. Boshqacha his qilganman. Baribir aktivist faoliyati sizni asosiy ishingizga aylanishi mumkin qachondir, to'g'rimi? Da. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, siz qaysidir ma'noda ishlaysiz. Bu ishingiz siz. ishlayotgan odam pul olishi kerak. Donatdan emas, reklama bo'lsa mayli. Shunaqa stereotip bor. Chunki donatga tashlayotgan odam, yo'q, donatga tashlayotgan odam bu yeb ichsinni pul tashlamaydi. Loyiha o'sha kamerasini olsin, mayli rivojlansin yoki viloyatga borayotganda yo'l kirasiga ishlatsin degan narsani balkim aytar. Prям Xo'ja Akbar uyda o'tirib o'sha narsaga sotib olinmadir, yesin degan fikr bildirmaydi, menimcha. Yana bilmasam. Reklamadan bo'ladigan bo'lsa, aytavanu haligacha ora joy keladi, men misol uchun qo'shaman. Hozir ham misol uchun o'zimizni men haydab yurgan mashinani sotib bo'lsa ham kerak joyga qo'shdim-da. Конечно, uyga pul kerak bo'lgani uchun pul ketdi. Ozginasi jamoaga yana kirib ketdi-da. Hozir misol uchun biz rentlarga chiqayotganimizda yoki viloyatlarga chiqayotganimizda rentakarda yuramiz. Sizga yiliga 300 ming dollar taklif qilishgani haqida gapirgan edingiz va u taklifni bir hafta o'ylab отказ qilgansiz. Yaqinda bitta taklif keldi. Shunchaki shu muammoni ko'tarasan va taklif shundan iboratki, 1 yil siz men bilan ishlaysiz. Shunchaki muammoni ko'tarasiz, bizdan reklama qilmaysiz.
Biz reklama qilishmas. Shunchaki konkurentlarning minuslarini ko'rsatib bersangiz, o'zi umuman bozor yurasizmi, do'konmi? Marketing o'yini? Albatta. Shu bilan birga ular bilan solishtirishim ham shart emas. Shunchaki bozorga ko'rsatib berishim kerak, qanaqa tovarlar yomonligini va 1 yilga 350 ming dollar taklif qilishdi. O'sha paytda pulni olganingizda qanaqa nima bo'lish ssenariysini o'tkazganmisiz boshingizdan? Ichimdan hech narsani bemalol gapira olmasligimni birinchi marta o'ylaganman. Tipa, mayli, buni men oldim, hech kim bilmadi. Men o'zim tipa как бы yangi faoliyat qilib, yangi yo'nalish qilib, texnikalarni gapirishni boshlaganman. Как no foto no video temasiga o'xshab bitta yangi narsani qo'yganman. Xalqqa hech qanaqa qo'shimcha fikr bo'lmasligi ham mumkin. Chunki hech kim reklama qilib beramdi menga aytmagan. Даже solishtirib ham ko'rdimagan. O'sha narsani. O'sha pulni olganimdan keyin men, misol uchun, hozir bemalol chiqib o'zimni haqqimni talab qila olaman, men profligimni bilaman. O'sha narsa ichimdan so'nishini tushundim. San o'zing uchun praf emassan, sen o'zing insofing oldida sen o'zing praf emassan, senga nima keragi bor boshqalarni gapirib degan fikr. Yoki boshqa muammoni o'zingchalik gapirib. O'sha narsa ichimdan o'tdi. Takliflarni summasi ko'payishi mumkin. To'g'rimi? Bu tabiiy holat va sizni ha deyish ehtimolingіз bormi bu yerda? Umuman yo'q. Aytolman-ku sizga direktorlik pozitsiyada ishlaganimda ham oyligim juda yaxshi bo'lgan. Men qaysi ahmoq prosta o'zini yaxshi mana ketayotgan joyidan dallashim rost bo'lishi yoki o'sha O'rta Osiyo yoki ko'p working travel qilish imkoni bor joydan ishdan ketadi. Agar maqsad pul bo'lganda ishdan ketmagan bo'lardim. Menga prosta maqsadim bor, o'sha maqsadga borish prosessi maza beradi. Ya'ni kuch beradi. Вот именно agar pulni maqsad qilib qo'yadigan bo'lsam, yo'q. Ya'ni pul unaqa katta rol o'ynamaydi deb o'ylayman. Pul kerak, rivojlanish uchun kerak, pul yeb ichish uchun, yashash uchun kerak, no prям maqsad qilib qo'yish kerak emas bu narsa menimcha. Mentalitetimizda shunaqa narsa bor. Katta gapirsa jim tur. Katta har doim to'g'ri gapiradi va katta ehtimol bilan siz ham shunaqa muhitda katta bo'lgansiz va bunaqa muhitda katta bo'lgan odam o'zini huquqlarini talab qilishi qiyin bo'ladi yoki bu narsani tushunib yetishgancha vaqt ketib qolishi mumkin. Siz birinchi marta huquqlaringiz borligini va ularni talab qilishingiz mumkinligini qachon tushunib yetgansiz? Bog'chaligimdan. Qanaqa qilib? Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, sizni haqqingizni kimdir olayotganda, kimdir sizni misol uchun noto'g'ri ayblayotganda, nimaga siz o'zingiz haqqingizni talab qilishingiz kerak emas agar bu dash katta odam. Lekin atrofdagilar buni qoralaydi-yu. Sizga bu xalaqit bermagan. Xalaqit bermagan umuman. To'g'ri, baribir o'zbekmiz katta gapirganda jim tur, siz aytayotganingiz даже u neprav bo'lsa ham sen jim turishing kerak degan narsa bor. Bu narsadan qutulgan paytdan keyin, ya'ni birovlarning fikridan qutulgan paytimdan keyin men o'zimni bemalol yashashni boshlaganman. Ya'niki men shu ishni boshlayotganimda ham o'zi taroziga qo'yib ko'rganman. Hozir boshlasam nima bo'ladi? Odamlar nima deydi? Tanish, o'rtoqlar, aytdim sizga ko'chada ko'p yurganman deb, ular nima deb o'ylaydi bu temaga? Uydagilar nima deb o'ylaydi deb o'zimchalik taroziga qo'ymoqchi bo'lganman, lekin hech kimning fikrini bilgim kelmagan. Nimaga? Chunki agar qoralaydigan fikr bo'lsa, men orqaga tortishini bilardim bu narsani. Shuning uchun birovning fikriga quloq solmagan holda davom ettirganman. O'zimni haqqimni talab qilishni boshlagan paytimga keladigan bo'lsa, bilmadim, menimcha bu qonundan bo'lgan yoshligimda. Yoshligimda misol uchun даже shunaqa, misol uchun akam mendan 10 yosh katta bo'lsa ham noto'g'ri ish qilsam, o'shanga primoy gapirardim-da. Tipa noto'g'ri ish qilyapsan deb. Shunaqa narsa yoshligimdan bo'lgan. Birinchi marta kamera ko'tarib magazinga borganingizni esla olasizmi? Kamolaxon do'koniga borganman. U video chiqqan. Ha. Birinchi video. Birinchi borganingiz va birinchi video chiqqan. Yaqinda qo'ydik YouTube'ga o'sha videoni. Sen buni to'xta. Nima? Kuch ishlatmoqchimisiz? Yo'q, hozir kuch ishlat. Aqranlarlik guvohnomangizni ko'rsating. Ko'rsatmaymiz, kimsiz? Rossiyadan o'tkazgan. Xo'p, sen qayerdan ketib qoldingiz? Rossiyadan chiqqan narsa, Rossiyaga borib jalbangni qilasan. Hozir oldirtirasiz menga. Oldirtiraman. To'lamaysan? Aha. Shu Videosyomka nimaga kerak? qonun doirasida. O't sizlar qilayotgan ishlar qonun doirasida emas. Do'konga o'zim nimaga borganman? O'sha do'kondan o'sha do'kondan siz zaharlanganim uchun, otravleniya bo'lganim uchun o'sha do'konga borganman. Okey, bu ko'rgansiz YouTube'larda bunaqa narsalar bor, odamlar borib qilishyapti. Lekin men o'zimga tasavvur qilib ko'rsam bu narsani, men qiynalardim. Qanaqa bo'lgan? Qo'rquv, hayajon. Boshida ozgina bo'lgan, bitta do'kondan prям hamma narsa good bo'lib chiqib ketgandan keyin уже motivatsiya o'zimdan o'zim olganman. Video davomida ham o'zi sezish mumkin buni, qo'rquv, hayajon bo'lganini. Lekin o'sha hamma narsadan tekis o'tib ketganimdan keyin, ya'ni hamma narsa meni o'ylagan planimdek chiqqandan keyin, nimaga men bu ishni davom ettira olmayman deganman. Hamma narsalar men aytgan qonun etaplari bilan ketyapti. Ko'pchilik mana videolaringizni ko'rgan odam aytishi mumkin, Hoji Akbar zo'r tushunadi qonunlarni deb. Lekin qanaqa o'zi Hoji Akbar qonunlarni yaxshi biladimi yoki faqat o'sha iste'molchilar huquqiga tegishli qonunlarni o'rganib olgan? Faoliyatni boshlayotganda o'zim uchun bilganman, menga qanaqa qonunlar kerak bo'ladi. Iste'molchilar huquqlarini bo'yicha o'qib chiqishim kerak ekan, u standart qonun qoidalarini o'qib chiqishim kerak ekan va ichki ishlar masalasi bo'yicha. Ichki ishlar qonun qoidalarini, ichki ishlar qanaqa payt nima qilishga huquqi bor. Bir huquqshunos bo'lgan taqdirda ham, katta advokat bo'lgan taqdirda ham hamma qonunni bilish imkoni yo'q. Bu juda ham ko'p
razdelniy qonunlar bor, statiyalar bor. Shuning uchun ham hamma o'zini sohasiga asoslangan qonunlarni o'rganadi. Va men ham o'zimga kerak bo'lgan qonunlarni, o'zim ishlatadigan qonunlarni o'rganganman. Bu taxminan bazasini aytadigan bo'lsak 180 ta 150 ta. 150 dan 180 tagacha bo'lgan qonun. Faoliyatingizni boshlashdan oldin o'rgangansiz-da, bulan to'g'rimi? Yo'q, faoliyatimni boshlayotganda 30 ta qonun bilan boshlaganman. SES degan narsani borligini ham bilmas edim, misol uchun. U standart, tipi mana shunaqa ma'lumotlarga, datalarga ahamiyat berish kerak bo'lgan agentство uladi, har bitta tovarga sertifikat beradigan ham ular. U shunaqa davlat tashkilotlari borligini bilmas edim. Keyin уже qonun protsessi o'rganayotganda, значит, mana vaziyatga SES javob beradi, mana vaziyatga standart, mana vaziyatga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organi javob beradi. Tushunarli, hammasini qonunni o'rganish keraklarni deb boshlaganman. O'zbekistonda konstitutsiya necha foizga ishlaydi sizni fikringizcha? 5% ham bo'lmasa kerak. Chunki juda ham ko'p qonunlarimiz amalda yo'q. Juda ham ko'p. Misol uchun bizda no foto no video temasi. Bu nima yo'qotadi? Mana siz ham aytib berdingiz, Milliy bog'da sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lganda uchrashganimizda, ularni joyida shunchaki videoga olishingiz. Qonun bunga poзволяет qilyapti. Ular nima yo'qotadi u narsadan? Biz juda ham ko'p bir kunda misol uchun 10 ta 20 tacha joyga kiradigan bo'lsak, o'zini neadekvat ko'rsatgan, ya'ni muddat o'tgan tovarlarni sotib turib, sifatsiz tovarlarni sotib turib, shu ustida buni bekitish uchun janjal qiladigan odamlarni videolarini qo'yamiz. Ya'ni xalq ko'rsin shu narsani. Agarda mana 20 ta video olinadi, bir haftada bir marta video chiqadi, biz bir haftada 40 ta joyga boramiz kamida. Bir donasini videosi chiqyaptimi, bu degani 39 ta odam bilan biz o'sha narsani shundoq mana keldik, kamerada bo'lsa ham o'zini adekvat tutdi, chiroyli hamma narsani yig'ishtirib qo'ydi. Biz u do'kondan просто chiqib ketdik. Rahmat deb. Gazeta to'g'ri bir haftadan keyin emas, bir oydan keyin qiziqib yana o'sha joyga kiramiz. Hamma narsasi yaxshi bo'lsa, bo'ldi, u do'konning videosi chiqmaydi. Biz aytgan narsalar o'zgargan bo'lsa. Misol uchun bitta do'konga boryapsiz. Shuna do'konga kirmasingizdan oldin do'konga sizni ko'rib qoldi va aytayapti, Hoji Akbar, okey, hozir sen do'konimizga kirasan, tekshirasan, lekin video olmaysan. Qanaqa muammolar bo'lsa, hal qilamiz. Siz nima qilasiz? Qarang, ko'p momentlar bo'ladi. Bizda bo'lgan shunaqa payt. Kamerasiz kiravering, gap yo'q, muammosiz deyapti-da. Urush qildi-da undan oldin. Kamerasiz kirgan, muammosiz deyapti. Kamerasiz kirsam, ichkarida nima bo'lishini men qanaqa isbotlab bera olaman? Agarda qanaqadir misol uchun force major moment aylanib ketib qolsa. Men u narsani hech qanaqa yo'l bilan isbotlab bera olmayman. Shuning uchun ham kamera himoya uchun deyiladi. O'zingizni chiroyli ko'rsating, muammo yo'q, video yo'q. O'zingni neadekvatni ko'rsatib, o'sha muddat o'tgan tovarlaringni bekitishga harakat qilib, janjal ko'tarsang, biz oynamizda seni xalq ko'ryapti просто. Kamera bilan kirganimizni, telefon bilan kirganimizni men buni farqini tushunmayman. Nimaga shu narsaga gapirishadi? Tipa telefonda olsang, mayli olur, kameraga olsang, no foto no video emas, ko'p joyda ishlaydi. Mantiqi yo'q. Mantiqi yo'q. Tipa bu ham baribir oladi, ko'rsatadi. Bir xil Canonlardan, professional Canonlardan iPhone 14 yaxshiroq videoga oladi-da. O'sha narsani men ularga ham tushuntirib bera olmaganman, ular ham haligacha tushunmagan, lekin hozir ziloniy. Men bitta narsa tushunmayman, ichki ishlar qonun qoidalari bo'yicha endi hozir bu ichki ishlar tomoniga heyt emas, ko'p xodimlarda bor bu narsa. Bor yo'g'i o'zi bir 30 tacha modda bor uzog'i bilan. Ularga tegishli. Ularga tegishli. Ya'ni ishga kiryapsizmi, 30 tacha moddani yodlab olsangiz, yodlash ham shart emas. Shunchaki biling, shu payt siz kimdir huquqini mana shunaqa ish qila olasiz, shu payt shu ishni qila olmaysiz. Shu narsalarni biling, fuqaroga murojaat qilayotganda nimalar. Shu narsani просто xayolda bitta o'qib chiqsangiz уже tushunib olasiz o'zingiz uchun nima qila olaman, nima qila olmayman. Shu narsadan bilsa bo'ldi, modda bilish ham shart emas. Lekin juda ham ko'p xodimlar shu ish bilan shug'ullanmaydi nimagadir. Videoga olyapti, meni videoga olishga haqqi bormi degan savol haligacha ham berishadi. Yoki haqqing yo'q degan narsani qatdandir utujat qilishadi, qatdandir olishgan bu narsani. Men bilmayman qatdan olishgan. Ichki ishlar matbuot kotibi Shahrux G'iyosov ham chiqib, bu alohida video qilib tayyorlangan, ya'ni savol berilgan bloger va jurnalist tomonidan o'sha odam o'zi aytib turibdi, videoga olish mumkin bemalol. Просто vaziyat qanaqa bo'lishi kerak emas, ya'ni kimdir ichki ishlar xodimlari jinoiy ishi nimadir tekshirishyapti yoki nimadir faoliyatga ketyapti, siz tashqaridan kelib ularni videoga olib nima qilyapsiz, menga aytaylik o'sha narsa nima qilayotgan. U, конечно, ishiga xalaqit berish. U payt mumkin emas. Ya'ni qonunan narsa yo'q, mumkin emas degan o'sha paytda ham. No, u payt tushunarli nimaga mumkin emas degan. O'zi ichki ishlar xodimlarini huquqiy bilimlariga necha baho qo'ygan bo'lardingiz? Hamma yo'q ham bir xil emas. Ya'ni 5 qo'l baravar emas. Bor xodimlar o'z ishini yaxshi biladigan. Mana yaqinda oxirgi videoyimiz chiqadigan videoyimizda ham shunaqa. Rus kishi o'zbek tilini tushunarkan, rus tilida ketib qoldi aytganimda video. Men gapirayotgan gaplarni tushunyapti va gapirayotgan qonunlarimni agar qaysidir birini bilmay qolgan bo'lsa, shunchaki tekshirib ko'ryapti bo'ldi. Menga savol ham berib o'tirmayapti. O'z vazifasini qonuniy bajaryapti, ketma-ket deydi. Bu prям perfekt. Bir ikki marta mana shunaqa vaziyatga duch kelganmiz, prям hamma men aytgan qonunlarni yaxshi tushungan yoki-da to'g'ri qabul qilgan xodimlarga. Aksariyat hollarda ularcha problemaga ham qiziqishmaydi. Mana siz muddat o'tgan просроченный narsaga chaqiryapsiz-ku, ya'ni o'shaning dalolatnoma tuzish kerak, iste'molchining huquqlarini himoya qilishga borish kerak. Yo'q, u problema qolib ketib, video problemasi boshlanadi. Ya'ni nimaga meni videoga olsam, birinchi o'chirdi. Vaziyat shunaqa, biz общий vaziyatda videoda yoritib berishimiz kerak, чтобы qanaqadir savollar tug'ilmasligi uchun. Ya'ni nimaga videoni o'chirdinglar, nimaga ichki ishlar xodimi bunaqa bo'ldi?
pul oldinglarmi o'sha paytda. Shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun общий vaziyatni videoga olishimiz kerak. Lekin xodimlar nimagadir shu kameraga yopishni boshlaydi. Yaqinda shu Kamolaxon masalasi bo'yicha ichki ishlarga bordik-da, hozir jinoiy ish ketyapti. Aytganimdek, o'ta chiqib o'sha tergov bo'layotgan paytda chiqib turibman, endi bor ekan. O'shani eshigini tagida ma'lumotlar yopishtirib qo'ygan ekan, qanaqadir bola qidirilayotgani haqida. O'shani o'qib turibman, bitta bola chiqyapti-da, mendan yosh ko'rinishida. Chiqyapti-da, "Qanday ishla?" deydi menga. "Tuzukmisiz, nima gapsan? Nima qilib turibsan bu yerda?" deydi. Mansab tegandek ko'rinyaptimi? Yosh bola yo'masa gapiryapti. "Tinchlikmi? Bu yerda turish mumkin emasmi san? Bor oyoqqa o'tgin, san nimaga o'zi kelgansan, o'sha yoqqa borib turgin" deyapti. Men to'g'risi qonim qaynab ketdi unaqa payt. Keyin qo'limdan oldi, bor o'sha yoqqa o't. Men turmayman, shu joyimda turaman desam, "Bor o'sha yoqqa yur men bilan" dedi. O'zimizdan shu tergov bo'layotgan xonaga olib borib, qo'limdan turtkilayapti-da, qo'yib yubordim ham. Keyin eshikni ochib, tergovchining oldiga kirib aytdi, "Mana bolangiz bizda nima qilib turibdi?" U o'yladiki, endi asosan bilasizmi, ROVDlarda jinoyatchilar o'sha yerda turadi-da, tipa tergovsini kutib, qonun buzganlar, ular bilan xohlagancha gaplashsa bo'ladi deb o'ylashadi. Meni fikrim bo'yicha. O'shaning uchun ham shunaqa muomala qildi-da. Men o'tdim, misol uchun guvoh sifatida turgan edim tergovda. Shunaqa muomala qildi, meni ham tanigani yo'q shun bilan. Shun bilan shunaqa bo'ldi, tergovchi iltimos shu yerda turib turing deyapti-da menga ham-da. Nega sizlarda katta koridor, men koridorda aylanib yuribman desam, advokatim ham ko'rdi bu voqeani, ikkalamizdan ham jahlimiz chiqib ketib qoldi. Keyin anu bola ham so'kib tashladi. Bizga gapirgan bola bor-ku. Men bitta turishini endi men u gaplarni gapirmayman hozir, shunaqa deb. Keyin vaziyatni bilish uchun shu начальник militsiyaning oldiga tushdik. Mana shunaqa xodimimiz qo'yibdi. Начальник militsiya bizani tanibyapti, начальник militsiya jimda. Anu xodimni chaqirib beringlar degandan keyin, chaqirgandan keyin nima bo'lyapti? Nimaga unaqa gapiryapsan deb undan so'rashsa, men hech narsa noto'g'ri gapirganim yo'q deb, уже полный pastga tushib olganda. Fuqarolar bilan gaplashayotganda prям qattim urishyapti-da. Начальник militsiya aytayapti, "Sen o'zi bu bolani tanidingmi?" deyapti-da. "Yo'q, taniganim yo'q" deyapti. Shuning uchun ham bizdan advokat uch so'rashni boshladi. Shuning uchun ham shunaqa muomala qilyapsan desan, jinoyatchi yoki oddiy fuqarolar bilan shunaqa gruba gaplashasan deb. Endi bu narsadan aytmoqchi bo'lgan maqsadim amal tegsa, уже hatto o'zimizni yoshlar ham уже o'zidan nima desa bo'ladi, bir katta odam yasab yuborishadi. Oddiy fuqaro kecha o'zi bilan gaplashib yurgan yoki o'zi tengi odamlarni ham mensimasni boshlashadi. Bu bizning yana bitta katta minuslarimizdan biridir xalqimizda. To'g'ri. O'zimizdan o'zimiz mensimay qolamiz. Kecha o'sha yerda yurgan edik, bugun polniy qora tonirovkalarni urib olib, taniymiz ertaga o'sha bolalarni. Sen nima qilib turibsan? Bu yoqda men bunaqasiga olib ketyapti-da, qo'limdan tortib. O'tda bemalol shu narsa. Oldimda turgan ichki ishlar xodimlari ham bor, u narsaga вообще reaksiya bildirmayapti. Oningiz qanaqa fikrdalar? Aktivist faoliyati bo'yicha. Boshida ko'p qarshi bo'lganlar. Uydagilar bilan maslahatlashib o'tirmaganman bu temada, chunki bu temani ochilishi bilan yopilishi tayin edi. Ya'ni javobini bilgansiz. Javobini bilganman. Kimdan nima so'rasam javobini bilganman. Shuning uchun o'zim motivatsiyamni o'ldirmaslik uchun shunchaki ishni boshlaganman va boshlagan paytim janjal уже ko'payishni boshlaganda, videolarim уже onamni tanishlari yuborishni boshlaganda, prям "Mam san o'g'lim" deb yuborishni boshlayshadi-yu. O'shandan keyin onam ham men bilan birga depressiyaga tushganlar desa bo'ladi-da. Senga nima keragi bor buni? Nima yetishmayapti senga? Demak, siz depressiyaga tushgansiz. Men depressiyaga ko'p tushib turaman. Ko'p bo'lib turadi menda unaqa vaziyat. Nima keragi bor senga shu narsani deyaptilar-da. Ona, tushuning, mana shunaqa, men bunaqa narsa qilmoqchiman deb tushuntirsa ham, "Yo'q, seni nima ishing bor bun bilan? Senga kerakmi shu narsa, shu problemalar senga kerakmi?" deb aytayaptilar-da. Men tushuntirib bera olmaganimdan keyin vaqt o'tib aytganman, "Ona, vaqt o'tib shu o'rtoqlaringiz hammasi siz zo'r o'g'ling bor ekan, faxrlansang bo'lar ekan degan fikrni olasiz. Shunchaki ozgina sabr qiling." Yo'q, mendan ham xavotir oladi, janjal bo'lib ketadi-yu, misol uchun. Nimaga janjal bo'lib ketdi? Haligacha payti bilan aytadilar bir xil joylarda, "Mana shu to'g'ri gapiribsan, mana shu yaxshi gapiribsan." O'sha o'rganib qolganlar. Uyimizda demokratiya paydo bo'lgan. Bir xil joylarda aytadilar, "Mana shunaqa joyda nima qilganing yaxshi edi" deb. Hozir o'sha qo'llab-quvvatlaylar desa bo'ladi. Chunki o'rtoqlari ham o'zi murojaat qiladi. "Qarang, bunaqa narsa-da, o'g'lingiz mana shu narsani qilib bera olmaydilarmi? Ko'p tushunarlar, mana shunaqa narsalarni" deb. Qarindosh yoki tanishlaringizda do'kon bormi? Yo'q. Men bilmayman bo'lsa ham. Boya aytib o'tganingizdek, huquqlarimiz aslida ko'p, konstitutsiya bo'yicha. Lekin hammasini ham talab qila olamizmi? Chegarasi qayerda? Bu chegarani sizlar ham yaxshi bilsanglar kerak, yozilmagan qonun qoidalar bor. Yozilgan qonun qoidalarga qarshi qonun qoidalar. Aytaylik, soqol, hijob, bu diniy erkinlikda. Unaqa narsa konstitutsiyamizda misol uchun aytaman sizga 100% qonun qoidasi bo'lsa, nimaga 5% ishlaydi? Chunki qolgan 95%ga yo xalqimiz, yo bu narsada zainteresovan odamlar qarshi. Bizning xalqimiz o'zini huquqlarini talab qilishga qo'rqadimi yoki bilmaydimi? Yoki ikkalavimi? Ikkalasi ham qo'rqadi ham, bilmaydi ham ko'plar. Bu videolardan bo'lgan maqsadim men
ko'p intervyularda aytaman, прекрасно bilaman, butun O'zbekiston bo'yicha hamma do'konga kira olmayman. Lekin men qancha ko'p odamga shu narsani ko'rsata olsam, как minimum o'sha odam do'konga kirganda просто muddatiga qarab qo'ya oladi. Bu значит meni выигрышim. Men shu yerda yutdim. O'sha odam shunchaki qaraganini o'zida o'sha video esiga keldimi, u уже просроченный narsani biladi yoki sifatsiz narsa qanaqaligini biladi, o'sha narsani sotib olmaydi. Avtomatik unaqa ishlab chiqaruvchi unaqa do'konlar ham sekin-sekin yo'qolib ketadi. Sifatsiz va muddati o'tgan tovar. Farqi nima? Aha. Muddati o'tgan bu siz datalariga qarab ko'rib olishingiz mumkin bo'lgan narsalar. Tipa bugun 3-shisla, 1-shislada agar o'tib ketgan bo'lsa, yozib qo'ygan bo'lsa, siz ko'rib bila olasiz. Sifatsizda undan ham хуже desa bo'ladi. Sababi siz bilmaysiz nima sotib olasiz, qachon ishlab chiqarilgan, qachon ishlab chiqarilgan, kim tomonidan ishlab chiqarilgani haqida ma'lumot yo'q. Qachon muddati o'tishi haqida ham ma'lumot yo'q. Ko'p joylarda isho qanaqa saqlanish kerakligi haqida ham ma'lumot yo'q. U sifatsiz hisoblanadi. U isho yomon bo'lishi mumkin, yomon bo'lishi mumkin, muddati o'tganiga qaraganda. Nimaga? Chunki muddati o'tgan narsani siz допустим, 1 kunga 2 kunga o'tibdi, olaman deydigan odam bo'lishi mumkin. Unaqa odam emasmi? Shunaqa odam bo'lishi mumkin. Sifatsizni bilib bo'lmaydi qanchaga. Balki u 1 yil 2 yildan beri yotgandir o'tda. Ya'ni sodda qilib aytganda muddati o'tgan tovarni qaraysiz va bilasiz necha kunga o'tganini, sifatsizni hech qanaqa ma'lumoti bo'lmaydi. Da, shunaqa. Tushunarli. Demak, eng ko'p uchraydigan sifatsiz mahsulotlar bu aynan konfet mahsulotlarining ichida bo'ladi, to'g'rimi? Konfet mahsulotlarida. Ya'ni ular olib qo'yiladi, upakovkasidan o'shaning uchun ham bilib bo'lmaydi. Upakovkasi qayerda? Da. Qayerdan bilamiz, mana bu upakovka bunga tegishli. Umuman bir xil payt noto'g'ri ma'lumotlar ham qo'yishadi. Hozir уже talab qilish boshlangan-ku. Talab qilish boshlangani uchun boshqa konfetning ma'lumotini ko'p seslab qo'yadi. U prям nomiga qarab ham bilish mumkin. Oddiy потребитель uni bilmaydi. Srok qo'yib qo'yibdi, значит, da, молодцы deb olishi mumkin. Еще один момент, nimaga imенно konfet, pechenye mahsulotlariga bir xil payt ko'p yopishamiz? Bilasiz, o'zbekchilik. Bitta dasturxon yasatamiz zalda. Konfet shirinlik ham qo'yamiz. Bizning uyda misol uchun shunaqa, o'sha yillab yotadi-da. Shunaqa. Biz bilishimiz kerak. Qachongacha uni iste'mol qilishimiz kerak. Agar bizga изначально ma'lumot berilmasa, biz qayerdan bilamiz? Men yoshligimda misol uchun shunaqa bo'lardi. Dasturxonga tegmaylar deydilar, uydagilar. Dasturxon qilib qo'yishadi, shokolad konfetlar qo'yiladi, pechenyelar. Mehmonlarga, shunaqa narsa. Siz sekin-sekin kirasizda, razvedka qilish. Shunday shu mehmonlar kelgan payti olasiz o'sha narsani. Bir xil payt bo'lardi, даже misol uchun даже o'shanda men yoshligimda отравление bo'lgan narsam shundan ham. Chunki bilaman, anchadan beri turgan narsa. U xudo biladi, magazinda hali qancha turgan. Mana bu narsani ko'ryapsiz. 15.01.24 gacha bu o'zligini qo'yishgan informatsiyasi. Upakovana deb yozib qo'yishgan, bu ularni bu yoqqa qo'ygan datasi, lибо narxini o'zgartirgan datasi. Неизвестно bo'limi. То есть от изготовителя o'zini ishlab chiqaruvchisidan bunaqa ma'lumoti bo'ladi. Har bitta korobkaga qo'yiladi. Lekin bu imенно bu korobkadan olinganini qanday bilinadi? To'ppa-to'g'ri. Bu savol prям to'g'ri savol. Bu narsani isbotlash iloji yo'q. Shuning uchun ham Yevropada, mana shu yerda ham даже qolib ketayotgan bir xil joylarimizdan ko'rishingiz mumkin. Yevropa shokoladlarida donali uriladi. Har bittasiga уже срок uriladi. Ilija agar donali urilmasa, mana bu yerda kod qo'yiladi. Yevropa shokoladlarida asosan Mars, KitKatlarda shunaqa bo'ladi. Bitta qo'shimcha sifra qo'yiladi, ya'ni 387-partiya deb. Shu 387 har bitta shokoladda o'zida 387 degan anaqa turadi. Agar 385 bo'lsa ham, значит bu boshqa partiyaniki, ma'lumot noto'g'ri berilyapti. Shunaqa narsa bor. Solishtirib olsa bo'ladi. Da, Yevropada bu narsani bemalol bilib olsa bo'ladi. Bizda shu narsa ozgina не разработанный desa bo'ladi. Mana yaqinda yakshanba kuni chiqadigan sonimizda aytaman, yolg'on bo'lmasa bir 3-4 teleshka, prям katta teleshka, dezodorant, sovun, atir, shampun, yuz artadigan, ya'ni makiyaj olib tashlaydigan bor, o'shalar ham 1 yil 2 yilga o'tib ketgan. Bu videoda prям hazillanib qo'yaman. Uni bilan siz yuzingizni o'zini artib qo'yishingiz mumkin bo'lmaydi. Shunaqa narsalar 1 yil 2 yilga o'tib ketgan. Ular to'yis bilishadi. Biz unaqa narsalarga ahamiyat bermaymiz asosan. A o'tda prям ko'p qolib ketdik. Shuning uchun har bitta narsani tekshirib chiqardik-da. O'sha отделda prям 4 ta teleshka narsa chiqdi. Biz muddat o'tgan tovarlar sotib olganmiz. O'sha narsa bo'yicha sifatsizlar bilan ularni vazirat qilib, agar yana daleyshin partiyalari bo'ladigan bo'lsa, olib tashlash imkoni bormi shuni? Shunaqa qilamizmi? Bo'ldi. Aha. Menejer sizmisiz? Bo'ldi. Retailda ishlagan odam biladi, har bitta продажа bazada saqlanadi. Ya'niki bitta tovarni o'zini urib ham ko'rish mumkin, u tovar oxirgi marta qachon sotilgan, bugun ichida necha marta sotilgan. Ya'ni agar siz po faktu sotib olgan bo'lsangiz, chekkingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz ham vazirat qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun hozir qo'llardan chekka oldim-da, chekka yo'qotib qo'ydim dedim. Bu odamlarga ko'rsatib berish uchun. Aynan siz sotib olganingizda qayerdan biladi?
O'sha yerdanmi? Urishadi mana o'sha любой bitta tovar barkodini urishadi. O'sha tovar bugun necha yilda sotilgan? Tovarga so'rashadi. Tovar bilan solishtirsa bo'ladi. Tovar o'zini olib kelib beraman-ku. Necha yilda sotyapti? 4.5 da. Ha, 4.5 da prodaja bor. Mana shu chekmidi, shu chek. Bo'ldi, muammo yo'q. To есть bu bizning yo'nalishdan tashqariga chiqqan holda, lekin bab iste'molchi huquqini buzilishi. Ya'ni chek bo'lmasa qaytarmayman tovaringni degan. Bunaqa narsa juda ham ko'p bo'ladi. Balkim siz ham qanaqadir paytda duch kelgandirsiz yoki o'ylagandirsiz. Hozir chekim yo'q-ku, qaytarib bera olmayman bu narsani deb. Bu narsa bo'lmagan gap. Sotib oldingizmi, bo'ldi. Agar просроченный sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, sizga chek ham kerak emas, tovarni o'zi ham kerak emas bir xil paytda. Sizlar bilarmidingiz shu narsani? Izohlarda yozib qoldiringlar. Men shaxsan bilmas edim, to'g'risi. Chekim yo'qotib qo'ysam, alvido edi-yu. Unaqa narsa yo'q, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida bo'lgan qonunda bunaqa narsalar nazarda tutilgan. Mana shunaqa hollar bo'lishi mumkinligi. Shuning uchun ham, misol uchun mana yana bitta narsa, agar mana Nutellani muddati o'tgan bo'lsa, men bu Nutellani polniy bolalarim yeb qo'ydi. O'sha tugaganda idishini tashlavorotganda qarasam suroq o'tgan ekan. Shunda ham men shunday bankasini o'zini nazorat qilib olishga haqqim bor. Videolaringizdagi action uchun juda ko'pchilik tomosha qiladi va siz buni o'zingiz ham aytgansiz, ta'kidlagansiz, odamlar 90% odamlar meni videolarimni ishkal, janjal bo'lgani uchun ko'radi. Bu yerda paradoks holat bor, meni fikrimcha. Ya'ni sizni faoliyatingiz qancha ko'p davom etsa, bu ishkallar shuncha kamayadi. Chunki do'konchilar ham buni ko'ryapti, odamlar ham ko'ryapti, bo'lib tushunishni boshlaydi, sizga уже boshqacha muomala qilishni boshlaydi, уже ishkallar kamayadi, ya'ni to'g'rilanadi soha, lekin sizni prosmotrlaringiz tushadi. Nima qilasiz shu holatda? Biz boshidan videolarni olamiz. Video misol uchun bir haftada 2 marta chiqib olganimizda gazeta bir 15 ta do'konni videosini olamiz, dedim deganda, yoki 20 tagacha uzog'i bilan boradi. Siz aytayotgan narsa janjallar kamayishi, hamma yaxshi muomala qilishi, tipa tushunishi buni to'g'riligini va o'z sharoitini yaratib berishi, bu narsa ish faoliyatini boshlagandan 2 oydan keyin kelgan. 2 oydan keyin shu narsa kelgan. Hozir viloyatlarga boring, hamma narsa tekis o'tib ketadi. Ko'p joylarda. Siz videoda ko'rayotgan holatlar ham duch kelib turiladi-da, o'sha nima desa bo'ladi, 100% dan bir 2-3% mana shunaqalar ham paydo bo'lib qoladi. O'sha odam nimaga seni haqqing yo'q, men senga qarshiman deb janjal ko'tarib, o'zini o'zi ko'zgu sifatida ko'rsatib bergandan keyin va insonlar siz aytganimdek, o'sha action bo'lgani uchun bu kanalga ko'plar o'tyapti. Shu actionning orqasidan, misol uchun siz action uchun ko'rmayapsiz, men action uchun ko'raman videoni. Men action uchun ko'raman, vaziyatni qiziqdim, sizga yubordim. Siz action uchun ko'rasizmi, ko'rmaysizmi? Siz zato bilasiz o'sha narsani. Muddat o'tgan tovarlarga qarash kerakligini. Shuning uchun ham o'z tarozini olib ketadi. По-любому, misol uchun aytaman-ku, 15-20 ta do'konga kirsak, bab orada bitta ikkitasi janjal ko'taradimi? Ya'ni o'zini misol uchun bizning haqqimiz yo'q, bizning misol uchun so'qqa yoki kimdirni ichki ishlarga murojaat qilishimiz to'g'ri keladi. Shunaqa momentlarni biz prям qo'yamiz keyin internetga. Bunaqa holatlar bo'lmasa-chi keyin borib. Yo'q, bunaqa holatlar bo'lmasa ham bizning faoliyatlarimiz juda ham ko'p. Hali planlashtirilgan faoliyatlar juda ham ko'p. Даже men bir xil joylar bo'ladi, Jizzaxda yaqinda shunaqa voqea bo'ldi. Odamlar bor-ku, prям bizani qo'llab-quvvatlasa, mana o'zini qanchalik yaxshiligini, hamma ishga tayyorligini ko'rsatsa, shunchaki yaxshiligini ham ko'rsatish uchun internetga videosini qo'yaman. Faqat nimadir actionga ulaveraman bitta videoni o'zida. Bitta videoda nechta do'kon. Shunaqa. Urush janjalsiz ham misol uchun qilsa bo'ladi, lekin odamlar ko'rmaydi, shunaqami? Yo'q, ko'radi. Aytaman-ku sizga, o'lmaydigan auditoriya do'konchilar. Bular по-любому ko'radi sizni videolaringizni. Chunki u yerdan o'ziga yangi bilim oladi. Sizni yoqtirsa, yoqtirmasa, nimadir qilish kerakligini biladi. Misol uchun, o'sha videolar orqali bizni kirmagan saytlarimiz ham o'sha kerakli narsalarni to'g'rilab tashlab bo'lishgan. U o'lmaydigan auditoriya bor u masala bo'yicha. Men qo'yganman, zerikarli videoyim bo'lsa, misol uchun borganmiz, chiroyli muddat o'tgan tovarlarni utilizatsiya qilganmiz, shu do'kondan chiqib ketamiz. Yaxshi gaplashib, u video ham 1 millionta prosmotr olgan. Men bilmadim qanchalik bu, men fikrimni aytdim, 90% odam action uchun kuzatishini. Chunki kommentariyada faqat action haqida gap ketadi. Tipa, mana shu tamni noto'g'ri qildi, bu tamni to'g'ri qildi, shunaqa narsa kommentariyada ketadi. Shunaqa. Lekin sizning fikringizcha action bu odamlarga ko'proq odam ko'rishiga yordam beradi. Va bu holatda bu plyusga ishlaydi. Odamlarga plyusga, bizga minusga ishlaydi. Bizni xohlamagan bo'lardi bunaqa vaziyatlarga tushish misol uchun. Stress, doimiy ROVD, GOVD. Misol uchun hozir o'zi sizga aytdim, 3 ta har xil joylarda ma'muriy, jinoiy, fuqarolik ishi bo'yicha ishlarim ketyapti. Bir oy oldingi reydda sizni jamoadoshingizni do'pposlashgani. O'zingni bos. Bilishim bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Bu bo'yicha qanaqa ketyapti ish? O'zi jamoadoshingiz ahvollari qanaqa? Jamoadoshimiz bir haftacha adashmasam bir haftacha больницada yotdilar. Burun ikkita tomoni singan.
bosh sotrясение, mana shunaqa и vaziyat bo'ldi. Biz hech kim urmadik, hech kimga tegmadik. To'liq olib olishga ham imkonimiz bo'lmadi, chunki bittada ikkita kelishilgan holda kameraga tashlandi. Shundan keyin ular tomondagi bolalar ham ertasi kuni 103 ga telefon qilishgan, bittasi больницаga borib yotib olgan, oyog'im sindi, nimadir bo'ldi deb, oyog'imdan shikast yedim deb. Qanaqadir usul bilan o'sha 3 ta odamga ham doktorlar tashxis yozib bergan. Tipi o'rta, yengil, og'ir deb. Hammasini bitta odam yozib bergan. Ular har xil joylarda turishiga qaramay. O'shan bo'yicha ish ketyapti hozir. Vaholanki ular hech nima qilmagan. Bizni aytayman-ku, videomda ham aytaman, bizni iloji boricha provokatsiyaga berilmaslikka harakat qilamiz, chunki agarda qayerdadir provokatsiyaga berilib qolsak, faqat men o'zim boshim 3 ta muammoda yuribdi hozir. Agar qayerdadir yana bizni noto'g'ri chiqib qo'ysa yoki kimgadir nimadir bo'lib qolsa, yana o'sha narsa bo'yicha yugurishimga to'g'ri keladi. O'sha videodan keyin siz aytdingiz, bu do'konga chora ko'rilmagungacha yoki tek tugugacha yopilmagungacha qo'ymayman degan mesej aytdingiz. Agar do'kon egalari suvdan quruq chiqadigan bo'lsa, nima qilasiz? Ko'proq tekshiruv qilamiz. Misol uchun aytganimdek sizga ses, boshqa intervyumda aytganman, 1 yilda 1 marta kelishga huquqi bo'lsa, men iste'molchi sifatida 1000 marta kelishga haqqim bor. 1000 marta o'zimni haqqimni talab qilishga haqqim bor. Ko'proq tekshiruvlar olib boramiz. Bularga bu narsa yoqadi deb o'ylamayman. Qonuniy chorasini men aynan do'konga deb gapirganimda muddat o'tgan tovarlar bo'yicha nazorat tutganman, o'sha yerdagi shaxslarga, shu napadeniya qilgan shaxslarga qonuniy chora ko'rilmaguncha. Qonuniy chora ko'rilyapti, jinoiy ish ochilgan. Shuning uchun hozircha proses. Kimdir sizni kuzatayotgandek, qanaqadir xuddi sizni kimdir poylab yurgandek, vaziyat kutib yurgandek, qanaqadir shunaqa holatlar bo'lmaydimi? Chunki o'zingiz aytdingiz, depressiyaga tushib turaman deb. Paranoya holatiga hali kelmaganman. Orqamdan kimdir qarayapti, nimadir qilyaptim. Lekin depressiyaga tushib turaman men aytgandek sizga introvertman. O'sha 21 yoshimdan, o'sha 6-sinfdan 21 yoshimgacha ham qanaqadir yo'l bilan ekstrovert bo'lganman. Ya'ni bemalol odamlarga qo'shilib, bemalol gaplashib. Hozir introvertman, даже ko'chada yurganimda ham bir xil payt odamlar keladi, ko'rishadi, tipi zo'r qilyapsiz deb rasmga tushishadi. Videoda ham bu narsalar ko'p bo'ladi. Shunaqa payt настроением yo'q payti har doim shu narsani regrovka qila olmayman. Odam kelib, yaxshi gapirsa men ham kulishga harakat qilaman, lekin yo'q narsani ichimdan chiqarib bera olmayman. Asosan o'zi ertalab ko'chada unaqa ko'p yurmayman. Faqat ish bo'yicha yuraman. Kech payt gazeta 3 to'rlarda aylangani chiqaman. Prям odam yo'q bo'lgan paytda. Buni noto'g'ri tushunish kerak emas. Men odamlardan qochmayman. Shunchaki introvert odam bilasiz o'z fikrlari bilan bo'lishni yaxshi ko'radi. Har doim misol uchun men просто ko'chaga chiqib, просто gazeta 1 kilometr qaqqadir qarab yursam yoki gavjum odamlarning joyida yursam, juda ham ko'p to'xtashimga, juda ham ko'p gaplashib turishimga, har bitta odam bitta vaziyatni so'raydi. Bu yerda nima bo'ldi, o'sha voqea nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi u yog'i. O'sha bilan gaplashib bo'lganingizdan keyin 5 minutdan keyin boshqa odam bilan boshqa voqea haqida gaplashib turasiz. Bu narsa bilmadim, introvertga mos narsa emas-da. Уже как introvertlikdan chiqishga majbur qiladigan narsa. Oldin ko'proq gapda tahdid qilishgan bo'lsa, hozir endi mushlashishgacha borishyapti. Ochiqchasiga do'pposlashyapti-yu, jamoadoshingiz misol uchun. Qo'rqmaysizmi deyapsizmi? Bu vaziyat bo'lishi mumkinligini sizga aytdim, boshida ham taroziga solganman. Odamlarning fikrini ham takji taroziga solganman. Bu narsaga tayyor bo'lganimdan keyin boshlaganman. Orada ko'p bo'ladi. Orada o'sha depressiya paytlari bo'ladi. Menga kerakmi shu narsa deganda o'zimga o'zim savol beraman deb. Bu narsadan bilmadim. Sayohat orqalimi yoki o'zimni nimadirga chalg'itish orqali, shunchaki faoliyatimni mazginaga to'xtatib turish orqali yana chiqib ketaman. Milliy bog'dagi vaziyatda sizni hamkasbingiz tomonidan ozgina provokatsiya bo'lgandek tuyulmaganmi sizga? Borib administratsiyadan ruxsat iltimos bilan gaplashishim kerak. Oxirgi gap qarang. Oxirgi gap. Bitta odam bilan gaplashamiz, bitta odam bilan gaplashamiz. Administratsiyaga borasiz. Aka, sansiramasdan gaplashing. Xo'p, men muomalada gaplashdim. Okajon. Muomalaga tushunmayapsanmi? Xo'p, sansiramasdan gaplashing. Sansiramasdan gaplashing, hurmatli fuqaro. Men u gap so'zda bo'lmaganman o'zim. U bolaga aytilgan, u bola o'zi bizani oldimizga murojaat qilib kelgan. Ya'ni videoga olayotganimizda shu bizga kuch ishlatib, videolarimizni o'chirib tashlab, chiqarib yuborishdi kameralardan deb. Yana bora olaysanmi deganman. Kamerasi mana senga kamera beramiz, yana bora olaysanmi deganman. Shunaqa vaziyat bo'lsa, gap yo'q deganman. Biz senga yordam beramiz, qo'rqma hech narsadan degan. Menimcha o'shandan u motivatsiya ozgina olib borgan. Men montaj qilayotganda bu narsani o'zim ko'rdim. Men o'yladim, men vaziyatga kirib kelganimda ham o'yladim, unga faqat bosim ketyapti deb. Chunki men kirib kelayotgan paytimda unga bosim ketayotgan payti bo'lganda, videoni yaxshilab qarab chiqqanimda, orada noto'g'ri gapirgan joylari bo'lgan. Men lekin montaj payti ko'rganman u narsani o'sha. U vaziyatda men bo'lmaganman. Siz uzoqda bo'lgansiz u paytda. Men umuman milliy bog' tashqarisida bo'lib turganman. Keyin milliy bog'ga kelganman, ratsadan chaqirishgandan keyin. Xatolar o'tganmi o'zingizdan? Qanaqadir so'zni noto'g'ri ishlatib yuborgan bo'lishingiz mumkin kimgadir nisbatan. Albatta, parvardigor bo'lishi mumkin bu narsa. Xatolarim men misol uchun gapirayotganda do'konning ichida har bitta gapimni o'ylab gapirishga harakat qilaman. Ya'ni filtrdan bitta o'tkazib olishga harakat qilaman. O'sha narsani montaj payti ko'raman. Hamma gaplarim to'g'ri.
qonuniy noto'g'ri harakat qilmaganman. Bo'ldi, значит bemalol qo'yish mumkin. Shunaqa. Iloji boricha ko'proq do'konni filtr qilishga harakat qilaman. Agarda provokatsion harakat deydigan bo'lsa, bizga qarshi kimdir misol uchun jahl, urush yoki agressiya bildirayotgan bo'lsa, unga qarshi men ham unchalik emas, o'sha o'zimni jahlimni ko'rsatgan paytim bo'lishi mumkin va buni men noto'g'ri deb hisoblamayman. Oxirgi payt sal bosuvroq bo'lsam bo'larmikin degan fikr bo'lib qoldi. Bu narsadan hozir men nabor chiqib ketmoqchiman. Nimaga? Chunki men bosuvroq bo'lsam, menga qilinayotgan bosim meni depressiyaga tiqyapti. Men javob qaytarmaganim. Menda o'zi xarakterimda shunaqa, misol uchun kimdir menga bir yaxshilik qilsa, men unga 1000 yaxshilik qilgim keladi. Kimdir menga bir yomonlik qilsa, 1000 yomonlik qilgim keladi. Xuddi shunaqa, agarda do'konchi videolarimizdan bir xillardan ko'rishi mumkin, chiroyli kutib olib, gap yo'q, mana shunaqa qilamiz desa, aka, mana shunaqa hurmat qilib, qo'limni ko'ksimga qo'yib gaplashaman-da. Rahmat, shu narsalarni to'g'rilab qo'yayotganingizga deb o'sha odamga ishonch bildirib ketaman. Agarda yomon gapirsa, javob qaytarish kerak deb o'ylayman. Samarqand darvozadan ikkita video tayyorlagansizlar, ikki qism, lekin kanalda faqat bittasi bor. Nimaga? Samarqand darvozaning videosini o'zi ko'rganmisiz? Birinchi qismini? Ovoz yo'qman ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat subtitr bo'yicha asosan tushunsa bo'ladi videoni. Qiyin tushunish. Vaziyat shunaqa bo'lgan. Videoni olganimizdan keyin men hardga tashaganman. U video bir 4 ta 5 ta chastga o'zi bo'lingan edi. Ya'ni o'chirib yoqib olishgan. Men qo'limdan kelgancha 2,5 hafta adashmasam subtitr yozib birinchi chastini chiqarganman. O'zi bitta qilish niyat bor edi, no fizik imkonim bo'lmagan unga. Men o'sha payti MacBookimni ham sotgan paytimda telefonda montaj qilardim. U video ham telefonda montaj qilingan. Yo'q. Men boshida ko'p videolarimni telefonda montaj qilganman. MacBook keyin olganman, menga kerak ekan shu narsa deb. 2,5 haftada amallab montaj qilgan qo'yganimdan keyin video chiqqan. Ikkinchi videoni o'sha montajga o'taman deganimda hardim quygan. Ya'ni u video meni telefonimdan ham bo'lmagan. Men video degan narsalarni olardim, через o'rtog'imning kompyuteri o'zimni hardimga tashirtirardim narsalarni. Ishtobi yana dальнейшем video olishimga imkon bo'lishi uchun. No bu narsani hozir men chiqib ommaga gapiradigan bo'lsam, ikkinchi qismi yo'q, mana shunaqa deb gapiradigan bo'lsam, hech kim menga ishonmaydi. Просто так bu temani olib borganman. Kerifur, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildingiz, ya'ni sizlar YouTube chiqqaninglarni. O'zi nima bo'ldi? Batafsil rivoyat beradigan bo'lsangiz. Kerifurga bordik. Borganimizdan keyin shu yuristi keldi, provokatsion harakatlar qildi, videoga olishga haqqing yo'q, muddat o'tgan tovar bo'lgan taqdirda ham unaqa meni videoyimni ham qo'yishga haqqing yo'q, hatto biz jamoat joyida bo'lgan taqdirimizda ham deb. Undan keyin talashib ketib qoldik. Sudda yutaman, sudda siz bilan gaplashamiz degandan keyin, agar sudda yutqizadigan bo'lsangiz yoki o'zingiz isbotlab bera olmasangiz, shu yerda profilingizda ishdan bo'shashga tayyormisiz dedi. Men aytdim shu savolni ularga, men tayyorman. Agar siz faoliyatingizni, men sizga isbotlab bersam, aktiv faoliyatini to'xtatishga tayyormisiz? Tayyorman deb shunday gap tugadi. Lekin menimcha shoshilmayapti u narsaga. O'zi nima bo'ldi? Qanaqa sudga berishdi? Ichki ishlarga birinchi berishdi. Ichki ishlarga birinchi chiqadi, ichki ishlar ko'rib chiqadi. Agarda u ish rostdan ham huquqbuzarliklar o'tda bor bo'lsa, sudga uzatadi u narsani. Ichki ishlarga berilgandan keyin ichki ishlar bizdan o'sha qonun qoidalarini so'radi. Qaysi qonun qoidalariga asoslangan holda faoliyat olib borasizlar? O'sha qonun qoidalarini topshirganimiz, tushuntirish xatimizdan keyin prokuratura bilan birgalikda uni arizasini отказ qilishdi. Shundan keyin yurist fuqarolik sudiga murojaat qildi. 1 milliard so'm ma'naviy zararimni qoplab bersin. 1 milliard. 1 milliard. Men unaqa pulim o'zimniki bo'lmagan hech qachon eslicha. Shunaqa pul qoplab bersin deb, keyin raddiya video chiqarsin. Tipa men не прав bo'lgan ekanman, u praf bo'lgan ekan. Uzr so'rayman degan tipda raddiya video chiqarsin deb talablar qo'ygan. Fuqarolik sudiga, bilmadim fuqarolik sudi buni nimaga protsessga oldi o'zi boshidan. Balkim o'sha u kommentariyalarni ham o'tda yozib qoldirganda, mana shu odam men haqimda yomon kommentariya bildirdi. Bu odam yomon kommentariya o'tdi. Mana shuncha qog'oz ichida hammasi birovlarning fikrlari. Qonunga asoslanadigan bo'lsak, agar kommentariya masalasida siz misol uchun blogersiz, siz kommentariyalarga javob berasizmi? Misol uchun kimdir gapirdingiz, o'shanga aslida yo'q. Aslida javob berasiz. O'zi berish kerak emaslik. Aytmoqchi bo'lganim, javob berish kerak bo'lgan paytlar bor, berish kerak emas bo'lgan paytlar bor. Ya'niki, meni subyektivda gapirdingiz, meni odamlar haqorat qilishni boshladi, to'xtamasdan so'kishni boshlayapti. Men sizdan o'sha narsalarni o'chirib tashlashni so'rashga haqqim bor. Siz определенный 3 kun adashmasam, srokda o'sha narsalarni o'chirib tashlashingiz kerak. U narsani bizdan yurist talab qilmadi, ya'ni bizga chiqmadi. Sudyaga shu narsalarni yuborgan. Sud protsessi boshlanganda men o'yladimki, sud protsessi tez tugashi uchun shunchaki kommentariyalarni yopib qo'yman bo'ldi dedim. Ya'ni mendan so'ramadi, lekin arizasida ko'rdim. Arizasida ko'rishim bilan eski o'chirib tashlash, yopib qo'yishni boshladim. Chunki 10 mingta komment o'chirish, men unikini qidirish juda qiyin ish. Yopib qo'ydim. Sud protsessi davom etdi. Sud protsessi davom etgandan keyin bir 4 dan 5 ta zasidaniya bo'ldi. Hamma so'ragan narsalarini qanoatlantirishga rad etishdi. Shu bilan tugadimi yoki davom bormi? U apellyatsiyaga ketyapti ish. U apellyatsiyaga ham topshirilgan. Apellyatsiyaga topshirilgan. Xudo xolasa shu mart oyining oxirlarida apellyatsiya bo'ladi. O'shan bilan
Agar u ham yaxshi o'tsa, tugaydi shu bilan ish. Ichki ishlar, yuristlar, huquq himoya qiluvchi insonlar-da bular. Ya'ni kompaniyani yoki insonni bularda bo'lish kerak-da bilim. Bularda bo'lmasa, men o'sha videoda ham aytganman, undan ko'ra iltimos ishdan bo'shang deb. Bularda bo'lmasa, bular faqat orqaga tortgani qoladi vaziyatda. Oddiy fuqarolar, misol uchun men o'zim ham huquqlarimni bilsam menga yaxshi, lekin bilishga majbur emasman. Ular bilishga majbur bu narsani. Ya'ni o'z ishingni yaxshi bilmasang nima qilasan ishlab degandek fikrda ishdan bo'shang iltimos deganman. MDH davlatlarida xabaringiz bormi yo'qmi? Xuddi sizdagi faoliyat yuritadigan insonni qamab qo'yishgan. Ya'ni shunaqa holat bo'lgan. Belarusda. Fikringiz qanaqa shunga nisbatan va o'zimman qo'rqmaysizmi bu narsadan? Belarusda bo'lgan vaziyatda eshitib, nafaqat men, balki hamma o'sha sohada ishlaydigan, ya'ni Rossiyada, Qirg'izistonda ishlaydiganlar ham bu narsaga o'z fikrini bildirdi. Men Telegram kanalimda o'z fikrimni bildirdim. Bu albatta juda ham g'alati, ya'ni hech bir qonunga asoslanmasdan uni tiqib qo'yishgan. Ya'ni qonuniy haqqi bor, qonunga asoslanmasdan prosta tiqib qo'yib, uzr videosini ham so'rattirib kanaldan o'chirib tashlashgan hamma videolarini. Bu Belarusiyada qonun ustuvor emasligini bildiradi menimcha. Bu fikrim shunaqa. O'zbekistondachi hozircha agar biz Karimov paytida bo'lganimizda na boshqalar bo'la olardi-da menimcha. Men o'ylashim bo'yicha. Hozirgi paytda vроде бы bor, vроде бы yo'q. Shunaqa. O'shaning uchun ham vроде бы yaxshi faoliyatingiz bor. Vроде бы kerak emas gaplarni qilma. Misol uchun sizlar ham ishlaysizlar, sizlar ham bilasizlar, chegaralar xattaligini bilasizlarmi? Bilamiz. Nimalar haqida gapirishingiz mumkin emasligini bilasizlar. Shunaqa. Nimani qanchalik gapirishingiz mumkin, nimani qanchalik gapira olmasligingiz mumkinligini bilasizlar. Shunaqa. Sizlar ham misol uchun ozod blogersizlar. Sizlar ham misol uchun nimadir narsani ozod. Ozod. Sizlar ham misol uchun nimadir narsani yoritmoqchi bo'lsangiz, men ham xuddi shunaqa nimadir faoliyat qilmoqchi bo'lsam, qilsam bo'ladimi yo'qmi? Qonunlar pozolayat qilish emas. Ikkinchi savol. Kimga hozir bundan qancha zarar tegishi mumkin deb o'ylanib qoladi odam. Taroziga qo'yiladi. Taroziga qo'yiladi. Qachon siz yaxshi ishlashni boshlaydi? Juda kulgili holat. Misol uchun bu joyga borsangiz, bilasiz, tanish bilish pora bizda bor. Men endi bilmayman bu fikr bu gap qanchalik to'g'ri, lekin men do'konlarga borganimda endi o'zaro gaplashib qolganimda kimdir bilan yoki do'konda ishlaydiganlar ham aytadi, "Daji pul emas" deyapti. 1 kilo go'sht bilan hammasi hal bo'lib ketadi deyapti. Pora ham olmaydi-da, emasmi? Shunchaki 1 kilo, 2 kilo go'sht bilan hammasi hal bo'lib ketadi deyapti. Bilmadim, bunaqa jamiyatda biz o'zimizni shunaqamiz chunki. O'tda sesda, u standartda, ichki ishlarda hamma ishlayotganlar o'zbeklar o'zimizamiz. O'zimizda paka shu narsani boshlamagunimcha menimcha hech qachon bu narsa o'zgarmaydi. Mana gayiga misol uchun tushsa, vaziyatni nimadir qilishga harakat qilamiz-da. Qizilda o'tib ketgan bo'lsa, hech bo'lmasa remenga yozib bering, bir qismini berishga harakat qilamiz. Yoki umuman yozmang deb. Paka o'zimizdan boshlamagunimizcha bu narsa o'zgarmaydi. Sizning fikringizcha, O'zbekistondagi hozirgi kunda eng og'riqli va birinchi navbatda bartaraf qilinishi kerak bo'lgan 3 ta muammo nimadan iborat? Qaysi muammolar sizni xuddi muddati o'tayotgan mahsulot kabi qayg'uga soladi? Birlasha olmasligimiz birinchisi. Realni birlasha olmaymiz. Kichkina xalqlar bor, misol uchun birlasha oladi. Biz bitta narsani o'zimiz uchun olmaganmiz, nima desa bo'ladi? Bitta maqsad uchun hammamiz birlashib harakat qilmaymiz umuman. Turkiyada shu narsa bor, misol uchun bitta maqsad, qanaqadir krizisda bo'ldik, krizis vaziyatiga tushdi yaqinda. Shu narsaga qarshi mamnaq kurashamiz, xalq birlashsin. Xalq birlashdi, bo'ldi. Bizda unaqa narsa yo'q. Blogerlarni kommentariyada qo'llab-quvvatlashni bilamiz, u blogerga nimadir bo'lganda, u blogerni taqdiri bilan ham qiziqib ko'rmaymiz-ki. Zo'r qilyapsiz, zo'r ketyapsiz, gazini bosing, всё, shu bilan tugadi. U blogerga olib borib tiqib qo'yishdi qaqadir. Bo'ldi, u hamma narsadan chiqib ketadi. Agar biz endi men mitingga hech kimni tortmayman, хотя бы qo'llab-quvvatlayotgan odamimizni faqat so'zda emas, dilimizdan ham qo'llab-quvvatlasak, menimcha birlashgan bo'lardik. Ko'p narsani o'zgartirgan bo'lardik. Ikkinchisi, birovlarning fikri va ularning orzulari bilan yashashimiz. Prosta tak uyindigilar, ota-onang shu narsani xohlagani uchun shu ishni qilishing kerak. Harakat qilayotganda ham hamma qilgan harakatni qilish shart emas. O'zingiz nimadir qiling, ko'plar qo'rqadi bu narsaga. Odamlarning fikridan qo'rqadi. Odamlar nima deydi deb. Juda ham ko'p narsalarni, juda ham ko'p ideyalar prosta tak yo'q bo'lib ketadi odamlarda. Misol uchun, mana shu ishni agarda men qilsam nima bo'lardi deb o'ylashadi. Hozir, mana shu ishni qilmoqchiman, qo'shnim gapiradi, uydagilar gapirishadi, hech kim qo'llab-quvvatlamaydi meni deb birovlarning fikri bilan yashaymiz, birovlarni o'sha narsasini qo'llab-quvvatlamasligini yoki birovning muhokamasini o'ylab o'sha ishni boshlamaymiz. Millionlab ideyalar shunaqa bo'lib yo'q ketadi. Undan ko'ra shu ishni qilsin, lutchi yomon bo'lsin, keyin zato 5-10 yil o'tgandan keyin siqilib yurmaydi o'sha narsada. Nimaga men mana shu ishni qilmadim deb. Eng yomon narsa men uchun ham mana shu. Agar men mana shu faoliyatimni boshlamaganimda, misol uchun men bu narsani yarim yil o'ylab yurganman-da. Agarda boshlamaganimda men ich etimni hozir yeb yurgan bo'lardim IKKda ishlab. Nimaga men shu ishni qilmadim deb.
Oradan 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi, keyin men o'shanda o'zimga o'zim savol berardim. Hozir shu ish qilayotganimda qanaqa yashayotgan bo'lardim? Nimaga erishgan bo'lardim? Subyektiv intervyu olayotgan bo'lisharmidi mendan deb. Kстати, sizlar ham planda даже bo'lgansizlar-da. Mana shuncha obunachiga ega bo'lamiz, mana shuncha xalq ko'rishni boshlaydi bizani, 2023-yil oxirida subyektiv bizdan kerak bo'lsa intervyu oladi deb. Wow. Shu dars 2022-yil oxirida bo'lyapti-da. 1 yil oldin chiqasizlar. Aha. Yo'q, reально, misol uchun. Demak, biz ham urvin ekanmiz. Нет, bu sizlar urvinligiga, menimcha bez razgovor. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, meni fikrimcha bu bizning qo'rqoqligimiz. Ya'ni hamma narsani xalqimiz jurnalistlar, blogerlar gapirishi kerak deb o'ylaydi. Jurnalistlar, blogerlar gapirganda, hatto boshqa u jurnalist blogerga nimadir bo'lsa, boshqa jurnalist blogerlar ham bu narsani bitsa bo'ladi. U blogerni qo'llab-quvvatlashmaydi. Sichqonni ini ming tangaga aylanib ketib qoladi. Agar o'sha bloger bilan nimadir bo'ladigan bo'lsa. Aytganimdek, faoliyatim davomida qilmoqchi bo'lgan hamma ishlarim qanaqadir ta'sirim o'tishiga ishonchim komil bo'lgani uchun boshlayman. Yana bitta aytmoqchi bo'lgan narsam, aytdingiz 90% kommentariyalar, siz kommentariyasiga kirganda yaxshi, 10% sizga hate bo'lgan asosan. Sizda bu narsa 99 ga 1 bo'lishi mumkin. Sizlarni subyektivda. Bizada 90 ga 10, tag'in ham siz bizani auditoriyani kirib ko'ryapsiz. Bizani shunchaki yomon ko'radiganlar ham bor. Ya'ni kuzatmaydi, terpila degan fikrda. Prosta yomon ko'radi. O'zi ham bilmaydi nimaga. Uni fikri bo'yicha biz yomon odammiz. Shu noto'g'ri ish qilyapmiz. Ko'p muhokama qilishadi shu narsani, misol uchun g'iybat qilishadi. Men kommentariyaga misol uchun umuman ahamiyat bermayman. Boshida ko'p depressiyaga tushganman, kommentariyalarga ahamiyat berib. Aytganimdek, undan oldingi intervyumda Umraga onam bilan borib kelgandan keyin proyektni davom ettirishga yana o'zimga kuch topib olganman. Yo'qmasa o'shanda bitta bum bo'lib ketgan bitta videoyim, shundan keyin men umuman bu narsadan chiqib ketmoqchi bo'lganman. Introvertman-ku, menga слишком ko'p внимание, ko'chada yurgan odamlar meni taniyapti. Menga bu narsa слишком yoqmagan. Keyin Umraga borganimdan keyin ancha o'zimga kelib olganman. Aytganimdek, pakoyim mushatda topganman va o'zimga davom ettirish uchun kuch topib olganman. Va meni muhokama, g'iybat qiladiganlarga umuman o'zi kimni muhokama, g'iybat qilsa ham tabriklayman. Muhokama, g'iybat qilinayotgan shaxs sifatida rivojlanibdi. Shaxs sifatida rivojlanibdi, uni muhokama qilishyapti. Chem muhokamachi, g'iybatchi bo'lgandan ko'ra muhokamalar reputatsiyaga ega bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. O'zga o'xshagan aktivist, volontyorlardan iborat guruh aytaylik, boshqa viloyatlarda ham tashkillashtirish fikri kelganmi? Fikri kelgan, planda bor. Lekin haligacha oziq-ovqatdan men o'zim chiqib ketaman deyapman, boshqa narsalarni rivojlantirish uchun va boshlash uchun, lekin haligacha to'g'ri keladigan odam topa olmayapman. Kimgadir olib kirib, trening o'tib, qonunlarni o'rgatib, mana shunaqa holatda bunday qilmaysan, bunday holatda bunday qilmaysan deb aytishim mumkin. Hatto mana Kamolxon do'konida videoni boshini ko'rgan bo'lsangiz, men yo'qman videoda. Bitta bolani o'zi boshlayapti. U bolaga aytilgan, bu men kirgan do'kon. Bu do'kondan hech qanaqa problema bo'lmaydi. Tipa men bu yerda bemalol videoga olib chiqib ketganman. Shuning uchun probeni qil, boshla. Qo'llab-quvvatlasa, yaxshi chiqsa, dalish ketasan. Bo'ldi, kirdi, ko'rsatishni boshladi videoni boshida, ko'plar hayron, nega Xo'jakbar Ro'ziyo videoda. Janjal turyapti, u provokatsiyaga berilib qo'yapti ozgina. Ular provokatsiya qilsa, o'sha narsaga jahli chiqib berilib ketib qo'yapti. Qolgan narsa muammo emas, shu narsani kontrol qilishda ko'plarda yo'q. Masalan, mana siz ham nerim chidamagan bo'lardi deysiz. Shu narsani eploladigan odam topish qiyin. Bizga kerak emas muammolar. Bizga muammolar ozgina xato va o'sha narsa bo'yicha yugurib boshlanadi. Mana hozir jinoiy ish bo'yicha 3 oy yurishimiz kerak. Aktivist effekti qanaqa bo'ldi? Katta supermarketlarga ta'sirimiz juda ham katta o'tgan deya olaman bemalol. Boshida Toshkentda olib borayotganda faoliyatim Toshkentning o'zi o'zgarardi. Korzinka, makro Toshkentning o'zida o'sha narsalarni qilish boshlashardi. Samarqandga, viloyatlarga, vodiylarga chiqishni boshladim. Har bitta joydan o'sha setni o'zini ham topishni boshladim. Shunaqa. Уже nimadir o'zgarish qilishsa, butun O'zbekiston bo'yicha qilishni boshlashyapti. Ya'ni hozir Korzinkada men boshida aytganim videoda 19 tami 18 tami xatosini gapirgan bo'lsam, ya'ni o'sha неправильный datalar, srog o'tgan narsalar, ma'lumotlar bo'lish kerak bo'lgan joyda ma'lumotlar yo'q. O'sha narsalarni hammasini to'g'rilab tashlab bo'lishgan. Asosan baliq mahsulotlari bunaqa upakovka qilinardi-da. Bularga na bir qatdan kelgani, ichida nima bor, sostavi qanaqa saqlash kerak, datalari ham umuman qo'yilmas edi. Bu hozir bor, sostavi. Ular o'zligi yengitdan markirovka ishlab chiqishgan. Bu boshqa senliklarga o'xshamayapti ko'rayotgan bo'lsangiz. Boshqacha senlik ma'lumotlar sostavi, ya'ni qonunan nimalar bo'lishi kerakligi vaqtigacha urilgan. Qanaqa uyga olib borganingizdan keyin qancha gradusda saqlashingiz kerakligicha yozilgan. Ko'rasizmi, datalar qo'yishgan. Oldin bu narsa umuman yo'q edi. Ya'ni bugungi datada o'zi idealda bunaqa produktlarga soat qo'yiladi. Chunki bular statistikali bo'lishga bo'lsa, даже bir kun ham turishi mumkin emas. Soati bor, 9 soat, 6 soat mana shunaqa.
bular issiq joyda saqlanyapti. Shuning uchun ham. Oldin mana shunaqa datalar yo'q edi, xuddi shunaqa datalar qo'yishni boshlashdi. Bu albatta odam xursand qiladi. Mana ko'rasizmi, дополнительный korzinkani markirovkasi bor. Oldin unaqa narsa bo'lmas edi, chunki bu kiloli narsa emas, bu tayyor produkt, Saxovat o'zidan berilgan. Bular o'zligini markirovkasini qo'shyapti. Tushunishim bo'yicha Zafar aka Hoshimov o'zlari ham respekt bildirganlar qilayotgan ishingizga. Uchrashuvga chaqirganlar ofisga. 100% ko'rsatdi. 100%. Отчет topshirganlar. Ya'ni qanaqa? Отчет topshirish emas, aytganlar, mana menga отчет olib kelishdi. 18 ta narsa bo'yicha, sizning videolaringiz bo'yicha qonunbuzarliklar bizning tomondan bor ekan. Mana shu 18 ta narsa bo'yicha deadline'lar bor. Mana shu deadline'gacha men hamma muammolar bitadi. Biz sizni faoliyatingizni qo'llab-quvvatlaymiz. Negativlar bildiradigan fikrni sizga bildirmayman dedi. Chunki men sizning faoliyatingiz kerak deb o'ylayman dedi. Ya'niki bizni nafaqat konkurentlarimizni ham, bizani ham problemamizni ko'rsatib, siz bu faoliyatga umuman o'zi yordam beryapsiz. Bu sohani rivojlanishiga. Bu sohani rivojlanishiga. Shuning uchun men bilmadim, Zafar akani o'zlariga ham respekt dedim. Kompaniyaning direktori o'zi kelib o'sha narsaga o'zi izvinyatsiya qilyapti. O'zlari biz to'g'ri, bizning xatoyimiz, biz tushunamiz xatoyimiz uchun uzr so'raymiz, shu narsani mana shunaqa paytgacha to'g'rilaymiz deb. Oddiy xaridor sifatida do'konlarga borganingizda shunchaki narsa sotib olishga qanaqa reaksiya bo'ladi? Ya'ni bilishmaydi-yu siz shunchaki kelganingizda. Reaksiya juda ham kulgili bo'ladi. Do'konga kirib kelaman. Endi men misol uchun prosta tez yuraman hayotda, juda ham tez yuraman. Tez yurib kelganimda, agar reyddan chiqib ketayotgan bo'lsam, bir marta shunaqa vaziyat bo'lgan, reyddan chiqib kelaman, ratsam yoqib qolib ketgan bolalar bilan. U охранаlar ratsalariga ulanib qolgan. Men kirgan do'konni. Охранаlar ratsalariga ulanib qo'ygan. Ansrok tekshiradigan bola keldi deb o'sha yugurib boshladi. Menga ratsamga kelyapti. Birinchi liniyaga ekan, ulanib qolgan ularnikiga. Ular yugurib boshladi, shun bilan menga to'g'risi bu unaqa katta rol o'ynamaydi, lekin приятно, чём приятно, типа meni ko'rib qo'rqib yugurishyapti deganda emas. Что meni ko'rib, хоть nimadirga endi ahamiyat berishni boshlayapti. Hoji Akbar, mana sizga mana shunaqa lavozim, bu lavozimda siz iste'molchilarning huquqini himoya qilish bo'yicha katta o'zgarishlar qilishingiz mumkin deb sizga davlat idorasida lavozim taklif qilishsa, rozi bo'lasizmi? Yo'q. Birinchidan davlat xodimi bo'lib hech qachon ishlamagan bo'lardim. Nimaga? Chunki bitta pautinaga tushganingizdan keyin siz ham pavukka aylanasiz. O'tdi, baribir vaziyat shunga sizga taqozo qiladi. Siz ichidan turib ko'p narsani o'zgartira olmayman deysiz? Yo'q. Ichidan turib ko'p odamga bo'ysunishingiz mumkin bo'ladi. Qilish kerak emas bo'lgan ishlarni qilmagan, bu joyga kirmagan, bu ishni qilmagan. Men hozir balkim kuchsizroqdirman, lekin ozod qushman. Xohlagan joyimga bora olaman, o'sha narsalarni xalqqa ko'rsata olaman. Ularda unaqa pozitsiya yo'q, adashmasam, xalqqa ko'rsatish bo'yicha. Meni maqsadim aytganimdek sizga butun faqat do'kon sohasi emas, men butun do'konlarni ham o'zgartirib yubora olmayman. Даже sessiya katta nachalniga bo'lgan taqdirimda ham. Chunki pasimda korrupsiya bo'lsa, men nima qila olaman, to'g'rimi? Meni maqsadim shu narsani xalqqa ko'rsatish. Odamlar ko'rsin-da, prosta aqlliroq bo'lib shu narsaga qarasin. Ya'ni ogohroq bo'lsin. Ya'ni ishlamagan bo'lardingiz. Yo'q. Bilmasam, yoshligimdan bunaqa orzuyim bo'lmagan davlat qaysidir idorasida ishlash. Aytadi-yu, prezident bo'lgim kelyapti. Men unaqa narsa hech qachon bo'lmaydi. Men ozod bo'lishni xohlayman. Nimaga bilasizmi? Xohlagan paytim xohlagan ishimni qilishni xohlayman. Charchadim yoki nimadir qilgim kelyaptim, o'sha ishni qilishni xohlayman. Bo'ldi. Davlat idorasida unaqa imkon yo'q. Ertalabdan 9 dan 6 gacha bo'lib qattiqdir ishlash meni jinni qilib qo'yadi. Men bunaqa ishda o'zim ishlab ko'rdim. Menga yoqdi, maqsadim bo'lgani uchun. No, o'sha protsessda shu narsa meni jonimga tegishni boshladi. Borishing kerak, uy ish bo'lib qolgan edi. Bu rostdan meni jinni qilib qo'ydi. O'sha uy ish birovlarning fikriga, orzulariga qarab yashash. Men eng yomon ko'rgan narsalarim menimcha mana shu. Juda ham ko'p odamlarimiz shunchaki mansabli hisobiga o'tirishadi tepaga. O'zligi bilishmay, o'zligini orzuligi yo'q-da. Ko'plar orzu qilgan ish, yaxshi joy, o'qish orzu qilgan, o'sha yerda bitirasan, orzu qilgan ishga o'tirasan. U bolani o'zini orzusimi, uni samjali hech kim bilmaydi. U bola ham o'zi meni orzuyim deb o'ylaydi. Ota-onalarning orzusi yoshligidan singdirilgandan keyin, jamiyatning orzulari singdirilgandan keyin meni orzuyim deb o'ylaydi. Malibu olish ham meni orzuyim deb o'ylaydi. 2 etajli uy qurish ham meni orzuyim deb o'ylaydi. O'zini orzularini esdan chiqarib yuborgan. Shu pautinaning ichiga tushadi u ham. Siz unda qadriyatingiz nimadan iborat? Orzularingiz demoqchimisiz? Orzungiz. Men orzularim va maqsadlarim bilan o'zimman bo'lishmayman. Kelajakda bo'ladigan narsalar bilan bo'lishmayman. Bu yaxshi. Chunki nimaga bilasizmi? Mana bitta narsani aytaman. Mana shu aytdim sizga ish faoliyatimni boshlayotganda kimdir bilan shu narsani qilganimda aldamchi dopamin olgan bo'lardim. Как будто bu ishni qilib bo'lgandek. Bu narsa ko'p bo'ladi. Misol uchun kimgadir gapirishi, aytaylik, subyektiv degan kanal ochamiz, mana shunaqa qilamiz deb hamma bilan bo'lishib yurursiz, aldamchi dopaminning egasi bo'lasiz. Bu ishni qilgandek bo'lib qolasiz qanaqadir mavzuda. Как будто bu narsani qancha foizini qilib bo'ldim. Shunaqa deb hisoblayman. Qanaqadir ma'noda maza qiladi odam ichidan. Yo'q, maza qilasizda, shu bilan o'sha narsada qilishdan sizdan na samom деле motivatsiya o'ladi. Undan ko'ra o'sha narsa ichingizda sizni hech qayerga qo'ymasin, shu narsani siz qiling. Tipa kimlargadir gapirib yursangiz, u narsani tarqatib qo'yasiz prosta. Televizor ko'rasizmi? Oxirgi marta televizor ko'rganim 11 yoshim, 12 yoshimda tugagan, u ham Disney kanali. Televideniya saviyasi haqida fikringiz? Ужас просто.
Jamoamizda bitta bola televiziyadan kelishdi-da, oldiga intervyu olishlik kerak edi. Kelib gapirishyapti, nima deyish kerakligini gapirishyapti unga. Qanaqa ketma-ketlikda kimni qancha marta maqtash kerak va kimga qancha marta rahmat aytish kerakligini gapirishyapti unga. Bu kimga kerak? Hamma boshqa joyga olsangiz ham xuddi o'sha narsa. Ketma-ketligini aytishyapti nima deyish kerakligini. U yerda men o'ylayman, televiziyada hech kim o'z fikrini bildirmaydi deb o'ylayman. Jurnalistlar kelib intervyu olyapti, kimga necha marta maqtab. Men oldimda bo'lyapti shu narsa. Men eshitaman. Shu narsani hozir gapirasanmi deyman. Gapirishim kerak ishim. Agar o'sha narsani 1-2 marta kam aytib qo'ygan bo'lsa, nimaga unaqa demadingiz? Hozir mavzu nima haqida degancha bo'lsa, to'g'rimi? Bu o'yin-ku, bu televiziya. O'shaning uchun ham bilmayman. Menga qiziq ham bu narsani. Taklif qilishgandir. Televiziyaga ham ko'rsatuvlarga ko'p taklif qilishadi. Zo'r TVdan ko'p taklif qilishgan. Menimcha hamma Toshkentdan taklif qilishgan, Toshkent telekanalidan, Sevimlidan taklif qilishgan, har xil ko'rsatuvlarga. Bilmayman, men o'zim televizorni ko'rmaganim uchun qiziqmayman bu yoqqa borishga ham, nimadir deyishga ham. Menga faqat yomon fikrlarni odamlar aytgan. Qanaqa misol uchun mana shu sohada shug'ullanadigan bloger tanishlar bo'lsa, o'zligi kerakli joylarni kesib olishadi deb bo'ldi, u yoqqa ketdi. O'zligi xohlagan ssenariy bo'yicha seni shunday to'g'rilab qo'yishadi, o'zing bilmay qolasan deydi. O'shaning uchun ham intervyu bo'lsa ham, nima bo'lsa ham faqat shu YouTube kanallariga bo'la qolsin. To'g'rimi? Polni chiqadi-ku hozir. Albatta. Terpilli emaschi o'zingizga tegishli. Kimdir yo'lda qoida buzyapti, liniyani bosib o'tyapti, kimgadir avariyniy holat vujudga keltiryapti, uni olishyapti, berishyapti, u terpilli. Terpilami? Agar o'sha bildirmasdan qo'ygan bo'lsa ham, o'zi terpilli so'zini ma'nosi ham o'zi boshqa. Ko'p odamlar tushunmaydi ham bizda nimaga uni. Agarda sotqin deylik, biz o'zbekchasiga sotqin odam deylik uni. Sotqin bo'ladigan bo'lsa, u ishni bekitib qo'ygan bo'lsa, sotqin bo'lishi mumkin. Agar u ishni xalqqa ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, shu bilan birga o'zini huquqlarini o'rgatayotgan bo'lsa, xalqqa men o'ylashim bo'yicha sotqin emas bu narsa. Mana shu odam noto'g'ri parkovkaga qo'yib qo'yibdi. Sizlar ham shunaqa tipa mol bo'lmaylar. Sizlar ham tipa shunaqa mol bo'lmaylar degan fikrni bildirsa, respekt u odamga. Boshida ham videolarimni boshlaganimda juda ham ko'p shunaqa narsalarga duch kelganman. Chunki odamlar tushunmayapti buni. Sen videoni yaxshilab ko'r, u yerda senga-ku hamma foyda. Sen birinchi o'chirt ichki ishlar bilan qanaqa gaplashishni bilyapsan. O'z qonuniy huquqlaringni talab qilyapsan. Hozir vaziyatdan ozgina, temadan ozgina chetga chiqaman. Ko'p odamlar bo'ladi, bizani kech payt ko'chada yurganimizda ichki ishlar shunchaki sababsiz ko'tarib ketyapti. Tipa ko'chalarda o'sha tipa o'zichalik terpila deb yozayotgan odamlar. Sen videoni ko'r, shunaqa haqqi borligini bilib olasan. O'sha san oldin keyin qanaqa murojaat qilayotganini ham. 4 ta odam o'tiribdi deylik. Bittasi aktivist zo'r ish qiladi, menga yoqadi, huquqlarni o'rgatadi, do'konlarni tozalaydi shu orqali, shu jamiyatga foydasi tegyapti deb gapirsa, bittasi ikkilamchi fikr. U bilmaydi hali aktivist kim, nima u, ko'rmagan ham videosini. Orada turgan qolgan ikkitasi, bu terpilayu ikkitasini fikrini qo'llab ketib qoladi. O'zini fikri yo'q. Даже videolarni ko'radigan bo'lsa ham. Intervyumiz davomida donat haqida so'radingiz mendan. Nimaga o'zingiz uchun pul topishni buni nimasini noto'g'ri deb o'ylaysiz bu proyekt orqasidan deb va nimaga donatni qayta ochmaysiz deganda. Men ikkalamiz gaplashganimizdan keyin o'ylab chiqdim. O'ylab chiqib donatni qayta ochishga qaror qildim. Lekin u jamoamiz rivoji uchun bo'lmaydi. Biza xayriya proyektimizda agar u videoni ko'rgan bo'lsangiz, xalq bilan chiqib gaplashganmiz. Ya'ni o'sha yerda qanaqa muammolar borligiga qiziqqanmiz. Gaz yo'q, suv yo'q. Undan keyin pensiyamiz issiq ham sovuq ham yo'qmi? Bizlar tomonda o'choq yo'q. O'zingiz istasizlar suvni. Ichadigan suv yo'q, bunanda kanalda ariqdan ichamiz, ariqdan. Ariqdagi suvni istasizlar. Men uchun hatto xayriya emas, o'sha narsa menga glavniyroq hisoblanadi. Ya'ni odamlarning o'tda qanaqa suv o'tmasligi, odamlarda trotuar yo'liga, videolarning boshida bolalar mashina yo'llardan yurib ketayotgani, har xil qing'irqi shu yo'llardan. Shu narsani men ovozsiz berishga harakat qilganman boshida, o'zim gapirmasdan xalqning fikrini olishga harakat qilganman. Xayriya bu bitta niqob deylik, shuni yoritish masalasi uchun. Конечно, xohlayman. Yaxshilik, shu ulashishi, rostdan ham shu narsaga muhtoj bo'lgan odamlarga ko'proq narsa berishni. O'shaning uchun ham men limit qo'yganim yo'q, ya'ni ko'plar kommentariyada yozdi. Nimaga 200 ming, 300 ming misol uchun go'sht, kilo, un nimadirlar qo'yishing mumkin. Men unda rostakasim shu narsaga muhtoj bo'lgan odamni ko'rmay qolaman. Ya'niki bittasi keladi, mendan bitta komplekt olib ketadi, boy odam deylik, o'tga misol uchun Cobalt Malibularda kelishdi odamlar. Operatorlar shu narsani videoga olib qola olmagan, Malibularda kelib narsalar produktni tekin olib ketishyapti-da. Rostakasim muhtojga ham men muhtoj emas odam bilan bir xil berib qo'ygan bo'laman. Ama orada bitta rostakasi muhtojlik ko'rdim, prям hamma narsani bergim keldi-da. Bir dona shunaqasini ko'rdim. Shunaqa odamlar nazardan chetda qolmasligi uchun shunaqa narsa qilmaganmiz, ya'ni alohida qilib paketli qilmaganmiz. Va shu proyekt orqali iloji boricha shu narsani yoritishga harakat qilganmiz. Video xayriya gazeta 15-20-minutda boshlanadi. Ya'ni tarqatilishi. Bu juda kechda videoning smysli boshlanishi uchun. Donatni yoqib shu именно xayriya sonimizni ko'paytirmoqchiman. Чтобы odamlarimizning o'zini muammolarini gapirishni boshlash uchun.
ham foydali, ham muhtojlarga yordam beradi bitta proyektga aylanish uchun. Bu narsani, misol uchun men o'z faoliyatimni ro'zada davom ettirmay turaman. Oldingi ro'zada ham to'xtatganman. Sababi kimdir bilan jahl qilib, urushib, nima qilish niyatim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, donat yoqishdan ham maqsad o'sha ko'proq joylarga bora olishimiz. Ko'proq odamni muammosini o'rganib, ko'proq odamga yaxshilik qila olishimiz uchun. Boya o'zingiz aytdingiz, odamlarimiz huquqlarini talab qilishga qo'rqishadi ham, bilishmaydi ham aksariyat holatlarda. Qanaqa odamlarimizni huquqiy ongini oshirishimiz mumkin? Videolar orqali, men o'ylashim bo'yicha. Zamonaviy metod. Mana, prosta tak mana bu yerda men o'tirib, menga bitta kamera qaratilgan. Hurmatli hamshaharlar, mana bu qoida bo'yicha sizlar mana bu qonunni nima desa bo'ladi? Mana shu qonun qoida bo'yicha siz shu qonunda pravsiz. Shunaqa vaziyat bo'lsa, shuncha narsa bo'ladi deb gapirsam, hech kim meni ko'rmaydi. Qiziqmas. Men hech kimga qiziq emasman. Vaziyat orqali berishim shu maqsad. Ko'radi, o'zining huquqlari bilan tanishadi, muddatda o'tgan tovarlarga ogoh bo'lishni o'rganadi. Ana o'shanda ham sizni ko'rishadi. Sekin-sekin bizga misol uchun videolar yuborishadi. Qarang, men yo'qda mana markirovkasi yo'q, mana buni bunaqasi yo'q. Do'konchiga aytsam, men bilan urushyapti shu narsani. Men prosta tak sotib olgan narsamni olib chiqib beryapman bunga. Mana shunaqa deb o'zining huquqini talab qilish boshlagan. Oldingi paytchi andishada 99% andisha bilan ketadi. Tipi, nimaga olib chiqaman? Hozir yana gaplashib, bilan talashib urushib o'tiramizmi deb. Lutchi tashlab yuboraman, bo'ldi. Maksimum o'sha do'kondan boshqa narsa olmasligi mumkin. Uchi ketgan puli, kuygani, mayli, u tashlab yuborgan, undan keyin qancha yana xuddi shuncha narsa turibdi. Uni xuddi shunaqa boshqa odamlar ham borib xato qilaveradi, shunaqa. Sizga aytib berdim, qanaqa maktabda Nyankaga borganimni, onam o'sha Nyankaga berganlari, bog'chada o'sha bir haftada bir marta keladigan. Men to'g'risi yoshligimda bu narsani tushunmas edim. Men endi yosh bola bo'lganman, uyimdagilar meni yaxshi ko'rishmaydi deb o'ylaganman-da. Bu narsa aksiga olib menda bo'lib qolganda faqat. Akam bor, opam bor. Ularda unaqa narsa pachli bo'lmagan. Opamda bo'lgan boshida. Chunki onam aynan men katta bo'tgan paytda 1,5 yoshimda biznes boshlaganlar-da. Va o'shanda men noto'g'ri tushunganman. O'sha ko'chaga chiqib ketganimda ham aytdim sizga, ko'chaga chiqib ketib har balo qilgan. O'sha miyaniyada qolganman-da men. Nimagadir meni yaxshi ko'rishmaydi, shuning uchun ham men o'zimchalik yashashim kerak degan narsa bo'lgan. Katta bo'lib tushunib yetganmanki, bu ko'p bo'lmadi tushunib yetganimga 1-2 yil. Onam bizni yaxshi yashashimiz, kelajagimiz yaxshi bo'lishi uchun harakat qilganlar-da shuncha payt. Va shuning uchun ham men yoshligimda hech kimdan kam bo'lmaganman, ko'p bo'lsam bo'lganman. To'g'ri, ota rolini tanlaganlar, lekin bizga chiroyli bir kelajak yaratib berganlar. Shuning uchun onamga katta rahmat demoqchiman, vaziyatdan foydalanib. Ona, sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'zingizga aytishga to'g'risi botin olmayman yoki uyalamanmi shu narsani. Bilaman, har bitta videolarimni ko'rasiz, bu intervyuni ham ko'rasiz, kommentariyalarni ham o'qiysiz. Ko'p payt bo'ladi, onam o'zlariga ham kommentariyalar tegadi-da. Men o'zim o'qimayman, o'qimaslikka ham ularga maslahat beraman. Nima qilasiz shu narsani? Misol uchun, onam ham anaqalada yaxshi gapga ahamiyat bermasa, yomon gap ko'radilar. Qaramam, senga ham bunaqa deyapti. Mashta bekor qilibsan yoki ham bunaqa qilibsan deb. Onam ham baribir birovning fikri bilan yashaydigan insonlar, meni fikrim bo'yicha. Chunki hozir o'zi puli yo'q. Aytayotdilarki, endi yaqinda Gentra sotganman. Ozginasini jamoaga tiqqanman. Ozgina pulim qolgan. Shu Nexi 3 mi olsammikin deb turibman-da. Onam ozgina yordam qilaman dedilar. Nexi 3 mi olsammikin desam, nima qilasan? Nech puling bor debdi. Shu ozgina pulim bor desa, men seni oldinga qo'shaman. Sen kiygan eng qimmatidan olasan. Bo'lib to'lab yurishga qilib berasan. Onam unaqa rasxod ko'tara olmayman desam. Yo'q, shunaqa qilgan, sen nima qilasan? Seni odamlar taniydi. Hozir voy, Nexi 3 yurgan ekan degan narsa bo'ladi. Do'st dushmanlarning oldida mazza qilib yurmaysanmi kiyalarda deydilar. Shuning uchun o'zbekchiligimizga boramiz-da, baribir odamlarning fikri bilan yashaymiz. Bu oilamizda ham hamma yoqda bor narsa bu. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Men to'liq ham hozir sizga ko'p fikrlarimni ayta olmadim, chunki siz bilasiz, u narsani siz qo'ya olmaysiz. Siz uni kesishingizga yoki boshqa narsa qilishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun maksimal ramkada bo'lishga harakat qildim. Balkim ramkadan ham chiqqandirman ozgina. Shunaqa. Agar men hozir bemalol gapira olganimda, mustaqil yurtda mustaqil fikrimni bildira olganimda, hozir bunaqa gapirmagan bo'lardim. Bizda so'z erkinligi bor, если что. Prosta so'zdan keyingi erkinlik yo'q. Shunaqa. Qachon aktivist sifatida missiyam bajarildi deb bemalol ayta olasiz? O'z huquqlarini talab qiladigan va biz olib chiqayotgan narsalarga ogoh bo'ladigan, shunaqa narsalarga ogoh bo'lishni boshlashganida, men o'ylaymanki, missiyamiz o'shanda tugagan bo'ladi. Bu narsani menimcha butun O'zbekiston miqyosida qilish juda ham qiyin.